universitetimiz qoshida. G'ulomjon bo'ldimi? Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy metodik seminar a'zolari. Biz bugun mana Namangan davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar a'zolari to'plandik. Demak, kvorumi bor. Bitta a'zoyimiz sababli ulgurmayaptilar. Kelib qolsalar kerak. Mana Zoomda ham ishtirok etuvchilar chiqishdi. Marhamat, mana yetib keldilar. Xush kelibsiz, professor Fayzullayev. Demak, kimda qanday taklif bor ilmiy seminarni ishini ochish uchun, yana davom ettirish uchun? Ochilsin. Marhamat, ovozga qo'yapman. Zoomdagilar ham ma'qullaganlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, kun tartibi hammalaringizga tarqatilgan. Kun tartibi bo'yicha tasdiq qilamizmi? Yo, o'qib beraymi hammalaringga? Qo'llaringizda bor. Qanchalik yaxshi tez qilib o'tkazib olsak yaxshi bo'ladi. Demak, 13.007 ta'limda menejment pedagogika fanlari ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori PG ilmiy darajasiga talabgor Nizomova Muyassarxonni oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiyasi muhokamasi. Ilmiy Murtazoyeva Mahfuzaxon, pedagogika fanlari doktori, dotsent, mana ishtirok qilyaptilar. Eshityapsizmi bizni? Rahmat. Taqrirchilar Ismoilov Timur Islamovich, pedagogika fanlari doktori, dotsent. Ikkinchilari Hakimova Dildoraxon, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent. Dissertatsiya Namangan davlat universitetida bajarilgan. Demak, mana shu kun tartibiga qo'yilgan masalani ma'qullaymiz va tadqiqotchimiz haqida ma'lumot berish uchun so'zni seminar kotibi Inomov Dilmirzaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy seminar raisi, ilmiy seminar a'zolari, ustozlar hamda doktorantlar. Nizomova Muyassarxon Nuriddinova haqida ma'lumot. Nizomova Muyassarxon Nuriddinova 1973-yil 22-iyulda Namangan viloyati Chortoq tumanida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Millati o'zbek. Mehnat faoliyati bo'yicha 1990-1995-yillarda Namangan davlat universitetini imtiyozli tamomlagan. 1997-2004-yillarda Namangan viloyati Chortoq tumani xalq ta'limi bo'limi metodisti. 2004-2019-yillarda Namangan viloyati Chortoq tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 21-sonli ko'p tarmoqli maxsus internat mutaxassis o'qituvchisi. 2019-2021-yillardan hozirgi vaqtga qadar Namangan davlat universiteti ta'lim menejmenti kafedrasi o'qituvchi lavozimida ishlab kelmoqda. Nizomova Muyassarxon Nuriddinova dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 18 ta ilmiy ishlar, shu jumladan bitta monografiya, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini e'lon qilish uchun tavsiya etilgan nashrlarda 9 ta maqola, jumladan 8 ta respublika, 2 ta xorijiy jurnallarda chop etilgan. Nizomova Muyassarxon Nuriddinova amaldagi talablarga muvofiq jami 4 ta fandan malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Jumladan pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi 72 ball, pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat 76 ball. Chet tili, ya'ni ingliz tili 68 ball. Ta'lim menejmenti 71 ball olgan. Nizomova Muyassarxonning yig'ma jildida Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan talab qilingan barcha hujjatlar mavjud va ular belgilangan talablarga javob beradi. Hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, dissertantning Rahmat. ma'lumoti qisqasi shulardan iborat. Tugadi, fikringiz. Rahmat. Demak, ilmiy kotib bergan tadqiqotchimiz haqidagi axborot bo'yicha savollar bormi? Tushunarli. Rahmat. Endi navbatni
tadqiqotchiga berishdan oldin yangiliklarimiz haqida biroz aytib o'tmoqchiman. Hammamiz uchun hurmatli bo'lgan ustozimiz Tursunboy aka Fayzullayev O'zbekistonda Respublika ma'naviyat tashkiloti, yana markazi tomonidan ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Tabriklaymiz. Umringiz ziyoda, rizqingiz ulug' bo'lsin. Bunaqa nishonlarni ko'pini olib, doim safimizda yurishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Ikkinchi yana bir yangiligimiz, ilmiy seminar a'zolari bilan kelishgan holatda birinchi kun tartibida ko'rilgan masaladan so'ng 10 minut tanaffus qilib, ikkinchi masalani boshlashga qaror qildik. Qarshiliklar yo'qmi? Betaraflar yo'qmi? Katta rahmat. Hammani yuzida tabassum, demak ma'qul deb o'ylayman. Rahmat. Marhamat, tadqiqotchimizga so'z beramiz. Mesarxon, mavzu bo'yicha qisqa qilib, lo'nda qilib, mana bir necha bor uchrashdik. O'zingiz bilan dissertatsiyangiz bo'yicha, avtoreferatingiz bo'yicha fikrlarimizni inobatga olib, tayyorgarlik ko'rib keldingiz. Mana taqdimotingizni shu 20 minutgacha bizga ilmiy tahlilini aytib bersangiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Assalomu alaykum, ilmiy kengash a'zolari, hurmatli talabgorlar, mehmonlar. Bugungi qimmatli vaqtingizni ayamasdan ilmiy tadqiqot ishimizni muhokamasiga kelganingizdan bahayotda xursandman, minnatdorman. Ruxsatingiz bilan bugungi ilmiy ishimiz, tadqiqot ishimizni qisqacha mazmuni bilan tanishtirsam. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. Bugungi ilmiy ishimizning mavzusi shu. Jahonda yuz berayotgan globallashuv jarayoni barcha sohalarda raqobat muhitini yanada kuchaytirmoqda. Globallashib borayotgan dunyoda yoshlar va malakali mutaxassislar o'z iste'dodlarini va imkoniyatlarini izlab, chegaralar osha chet eliga tahsil olish uchun boradilar. Pedagoglarning intellektual darajalarga qo'yiladigan talablarni ortib borishi shaxs kamolatini ta'minlovchi sifatida ularda kasbiy mobillikni rivojlantirish dolzarbligini taqozo etadi. Ta'lim muammolari bo'yicha UNESCO tomonidan 2030-yilgacha mo'ljallangan konsepsiyada barcha uchun butun hayoti davomida sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish zarurligi ta'kidlab o'tilgan. Dunyoda ta'lim muassasalari talabalarning kasbiy mobilligini rivojlantirish va moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, innovatsion jarayonlarni kengaytirish, ta'lim xizmatlarini diversifikatsiyalash, sifat menejmentini joriy qilish, kasbiy ehtiyojlarga asoslanish, pedagogik tizimni modellashtirish, loyihalashtirish, uzluksizligini ta'minlovchi mexanizmlarni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ta'limda innovatsion va integrativ yondashuvlarni amalga oshirish, didaktik imkoniyatlar bilan ta'minlash, uyg'unlashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida o'rin ajratilmoqda. Bunday yondashuvlar ta'lim strategiyasi talablari asosida oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishni taqozo etadi. Muammoni o'rganilganlik darajasi bo'yicha ta'limni sifat menejmenti takomillashtirishning metod va mexanizmlarini, ta'lim sifat samaradorligini oshirish bo'yicha oliy ta'lim boshqaruvi, sifatli va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, oliy ta'lim tizimida qiyosiy o'rganilganlik bo'yicha respublikamiz olimlaridan Ahleddinov, Jo'rayev, Inoyatov, Ismatdiyarov, Yo'ldashev, Saidxalib, Sobitxon Turg'unov, Shuhrat Qurbanovlar tomonidan o'rganilgan akademik mobillikni va ta'limni mobillashuv sharoitida talabalar o'quv bilim faoliyatini rivojlantirish masalalari Rahimov, Saidqulova, Yulduz Daminova tadqiqotlarida o'rganib chiqilgan. Oliy ta'limni strategik boshqaruvni joriy etish orqali raqobatbardoshlikka erishish masalalari MDH mamlakatlaridan Asuel, Nikitina, Ruzayev, Saharchuk, Sergeyeva va boshqa olimlar tomonidan tatbiq etilgan. Oliy ta'limda menejment va ta'lim sifatini ta'minlash sifati, kadrlar tayyorlash mexanizmlarini talqin etish masalalari Bota, Grant, Enders, Powes, Mergen, Newton, Rosa va boshqa xorijiy olimlar tomonidan o'rganib chiqilgan. Tadqiqotning maqsadi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishdan iborat. Tadqiqotning amaliy natijalari oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish bo'yicha tayanch harakat dasturlarini, texnologiyalarni o'zlashtirishga qaratilgan.
dissertatsiya tadqiqot ishimizni mavjud ta'riflari mobillik, lotinchada mobilis, harakatchan, qo'zg'aluvchan, bir joydan ikkinchi joyga tezkor ko'chishga layoqatli bo'lish. Kasbiy mobillik deganda kasbiy faoliyatga doir o'zgaruvchan sharoitlarda o'z-o'zini rivojlantirish, muayyan vaziyatlarga tezkor yechim topish, kasbiy ehtiyojlarni anglash va zamonaviy talablarga moslashishga tayyorgarlik qobiliyatini rivojlantirishni ifodalaydigan interaktiv xususiyatlarni tushunamiz. Tadqiqot ishimizdan o'rganilgan olimlarni fikrlarni inobatga olgan holda mualliflik fikrini bildirmoqchimiz. Bugungi kunda ta'lim muassasalariga ta'limni individuallashtirishga rejalashtirilgan natijalarga erishishni ta'minlaydigan texnologiyalarni o'zlashtira oladigan, doimiy kasbiy takomillashtirishga va rag'batlantirishga, innovatsion xulq-atvorni namoyon eta oladigan, murakkab muammolarni mustaqil hal eta oladigan, boshqaruvni va o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha oladigan, axborotlarni to'g'ri qabul qilib, uni hayotga to'g'ri tatbiq eta oladigan mobil o'qituvchi zarur. Tadqiqot ishimizdagi muammoda O'zbekistonda so'nggi yillarda oliy ta'lim sifat darajasini oshirish, bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish, yuqori darajadagi professionalizm, bilimlar, malakalar, ko'nikmalarga ega bo'lish hamda professional mobillik, egiluvchanlik, o'zgaruvchan hayotiy vaziyatlarga tezda moslashish malakasi, raqobatbardosh mutaxassisga xos xislatlar, mustaqil tanqidiy fikrlashga qobiliyat, real hayotda qarama-qarshiliklarni payqash va ularni bartaraf etish yo'llarini izlab topish malakalasi rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotning vazifasi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini xususiyatlarini aniqlashtirish. Ilmiy yangiligi oliy ta'lim muassasalarini bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish jarayonlari tizimli yondashuv asosida tahliliy va tadqiqiy xususiyatga ega bo'lgan tizim sifatida takomillashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish bo'yicha tayanch ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish tartibi ishlab chiqilgan. O'zbekistonda so'nggi yillarda oliy ta'lim va ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy mobilligini rivojlantirish va moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, innovatsion jarayonlarni kengaytirish, ta'lim xizmatlarini diversifikatsiyalash, sifat menejmentini joriy qilish, kasbiy ehtiyojlarga asoslanish, pedagogik tizimni modellashtirish, loyihalashtirish, uzluksizligini ta'minlovchi mexanizmlarni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar amalga oshirish lozim degan xulosaga kelindi. Tadqiqot vazifasi bo'lajak menejerlar mobilligini rivojlantirishda ilmiy metodik kuzatuvning ustuvor omillarini belgilash orqali uning didaktik imkoniyatlarini kengaytirish. Ilmiy yangiligi bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning funksiyalari, axborotlarni tahlil qilish va hamkorlikdagi faoliyat munosabatlariga ustuvorlik berish, takomillashtirilgan va integratsion tizimli, maqsadli motivlashtirish kabi yondashuvlar asosida modellashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish xususiyatlari aniqlashtirilgan va o'quv fanlari mazmuni kasbiy mobillik asosida subyektlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha metodik tavsiyalar yaratilgan. Ta'limda innovatsion va integratsiya yondashuvlarini amalga oshirish, didaktik imkoniyatlar bilan ta'minlash, uyg'unlashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida o'rin ajratilmoqda. Bunday yondashuvlar ta'lim strategiyasi talablari asosida oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishni nazarda tutuvchi o'quv jarayonlarining samarali shakllari va usullarini joriy etish, pedagogik mexanizmlarni takomillashtirishni talab qilmoqda. Tadqiqot vazifasi bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishni funksional tizimlashtirish va pedagogik mexanizmlarni modellashtirish. Ilmiy yangiligi bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish funksiyalari, axborotlarni tahlil qilish va hamkorlikdagi faoliyat munosabatlariga ustuvorlik berish takomillashtirilgan va integratsion tizimli maqsadli motivlashtirish kabi yondashuvlar asosida modellashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy faoliyatini rivojlantirishga oid ko'pgina nazariy manbalar mavjudligiga qaramay, bo'lajak menejerlarda kasbiy mobillikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muammolarining dolzarbligi mazkur sohada ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurligini belgilamoqda. Tadqiqot vazifasi bo'lajak menejerlar kasbiy mobillikni rivojlantirishning samarali vositalarini ishlab chiqish. Ilmiy yangiligi bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish, tizimli ta'lim-tarbiyaviy tadbirlar
mustaqil ta'lim, auditoriyadan tashqaridagi innovatsion yondashuvlar asosida samarali vositalar ishlab chiqilgan. Natija, bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishni ta'minlash, integratsiyalash, mavjud resurslardan optimal foydalanishga doir me'yoriy huquqiy hujjatlar takomillashtirilgan. Dissertatsiyaning asosiy mazmuni dissertatsiyaning oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning nazariy metodologik asosi deb nomlangan birinchi bobida bo'lajak menejerlarning kasbiy mobilligini rivojlantirishning mazmun mohiyati, bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning amaliy va ilmiy nazariy tahlillari, bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari yoritilgan. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmini takomillashtirishda zamonaviy o'qituvchilar nafaqat o'zining kasbiy mahorati, yuqori malaka darajasi, balki intellekti, innovatsion jarayonlardagi faol ishtiroki, axborotlarni tezkor qabul qilish, qayta ishlash, harakatchan va tashabbuskor bo'lishi zarur. Mazkur talablar pedagoglardan uzluksiz ravishda o'qish, bilimlarni rivojlantirish, o'zgartirishlarga tezkor moslashish va qarorlar qabul qilish, missiyasini rostlash hamda doimiy faol bo'lishni ifodalovchi kasbiy mobillikni o'zida rivojlantirish zaruratini belgilaydi. Ta'lim sifati va pedagoglarning kasbiy mahoratiga qo'yiladigan talablarning olib borilayotgan o'qituvchilarda mana shunday ishlarni olib borishda ilmiy tadqiqot ishimizda bir qancha ishlarimizni ko'rishimiz mumkin. Respublikamizda bo'lajak menejerlarni tayyorlash sohasida amalga oshirilgan ta'lim tizimini boshqarishga oid islohotlar, ta'lim jarayonlarini tashkil etish hamda boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy talablariga mos keladigan demokratik va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan ta'lim boshqaruvini rivojlantirishni taqozo etmoqda. Yosh mutaxassislarning raqobatbardorligiga mehnat bozorida muvofiq sharti bu shaxsning dinamik ijtimoiy rivojlanishiga moslashuvchanligidir. Kasbiy muhit uning kasbiy malakasini rivojlantirish, shaxsiy fazilatlar, yangi kasbiy bilimlarni tezda o'zlashtirish qobiliyati, bir turdan ikkinchisiga o'tish, turli kasbiy funksiyalarni birlashtirish qobiliyatini hisoblaydi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini 1611 nafar professor o'qituvchi xorijiy oliy ta'lim muassasalarida stajirovka o'tash va malaka oshirishi ta'minlangan. Xalqaro hamkorlik doirasida xorijiy oliy ta'lim ilmiy muassasalar magistratura mutaxassislariga 112 nafar, doktoranturasiga 51 nafar yoshlar ta'lim olishga qabul qilingan. 2018-yilda mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish markazi El yurt umidi jamg'armasi etib qayta tashkil etildi. O'tgan 4 yil davomida 1452 nafar iqtidorli va istiqbolli yoshlar Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Belgiya, Latviya, AQSh, Kanada, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Malayziya, Rossiya, Belorussiya kabi rivojlangan davlatlarning nufuzli universitetlarida ta'lim olish uchun yuborilgan. Shuningdek, El yurt umidi jamg'armasi orqali 46 nafar professor o'qituvchilar Kanada, Britaniya va Italiya davlatlarida stajirovka o'tash ta'minlanib, 2017-2019 yillarda ta'lim jarayoniga AQShdan 94 nafar, Yevropa mamlakatlaridan 445 nafar, Osiyo mamlakatlaridan 299 nafar, MDH mamlakatlaridan 316 nafar. Umumiy hisoblaganda 1154 nafar xorijlik yuqori malakali pedagog xodimlar va olimlar tajriba olish uchun qayta kelingan. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan xorijlik talabalar statistikasi ushbu jadvalda ko'rsatilgan. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish tamoyillari va omillari ikkinchi bobimizda omillardan ichki omillar, tashqi omillar, ijobiy omillar, salbiy omillar, universal omillar, kasbiy omillar tuzish haqida batafsil yozilgan. Kasbiy mobillikning tamoyillari, bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantiruvchi tamoyillari ushbu jadvalda ko'rsatib o'tilgan. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobillikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish modellari, ya'ni mobillik funksiyalari, qadriyatli, mazmunli, rivojlantiruvchi, bashoratlovchi, tartiblashtiruvchi, korreksiyalovchi, refleksiv rag'batlantiruvchi funksiyalari yoritib o'tilgan.
Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish modeli ushbu jadvalda qayd etilgan. Menejment 13 talabalarni kasbiy mobilligini rivojlantirishga innovatsion texnologik yondashuvlar mana bu jadvalda ko'rishimiz mumkin. Masofaviy ta'limning rivojlanish strategiyalari bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishda masofaviy ta'lim texnologiya strategiyalarini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish samaradorligi nomli 3-bobimizda talabalarda kasbiy mobillikni rivojlantirish, ularning vazifalari, talabalardagi kasbiy mobillikni rivojlantirish jarayonlari ushbu jadvalda qayd etib ko'rsatilgan. Tadqiqot bo'yicha tajriba maydonlari Namangan davlat universiteti, Andijon davlat universiteti hamda Qo'qon davlat pedagogika institutida tajriba sinovida jami 878 nafar respondentlar ishtirok etishdi. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish bo'yicha samaradorlik darajasi ko'rsatkichlari, ya'ni bu jadvalda ko'rsak bo'ladi. Tajriba guruhida 406 nafar respondentlar, nazorat guruhida esa 442 nafar respondentlar tajribadan avval va tajribadan keyingi holatni ko'rishimiz mumkin. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish bo'yicha tajriba va nazorat guruhlaridagi ma'lumotlarni solishtirma jadvalida tajriba o'tkazilgan oliy ta'lim muassasalari kesimida ko'rsatilgan, ya'ni yuqori, o'rtacha, past ballar bilan baholanganing ushbu jadval orqali ko'rib chiqishimiz mumkin. Yana diagrammada ham shuni guvohi bo'lishingiz mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini takomillashtirish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha tajriba guruhida 196 nafar yuqori darajaga erishilgan bo'lsa, nazorat guruhida esa 119 nafarni ko'rishimiz mumkin. Demak, ko'rinib turibdiki, tajriba sinov jarayonida olib borilgan ishlarimizni samaradorligini ushbu diagrammadan ham ko'rishimiz mumkin. Hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, xulosa avtoreferatda ko'rsatilganligi sababli ruxsatingiz bilan tavsiyalarga o'tsam. Marhamat. Tavsiyalaringiz. Tadqiqot natijalari bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishga innovatsion yondashuvga ega bo'lgan murakkab va zamonaviy pedagogik tizimga xos xususiyatlarni inobatga olish. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishda ichki mobillikdan-da xorijiy mamlakatlar oliy ta'lim muassasalari bilan muntazam hamkorlikni kuchaytirish va natijalar bo'yicha qayta aloqani yana yo'lga qo'yish. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishda innovatsiyalarni o'ziga xos xususiyatlarni inobatga olish, axborotlar to'plash, ularni tahlil qilish va integratsion o'quv metodik mahsulotlar bilan ta'minlash. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishda kreativ fikrlaydigan hamda kasbiy mobillikni rivojlantirishga yo'naltirilgan tadbirlarni oliy ta'lim muassasalari va ularni hamkor tashkilotlar o'rtasida muntazam tashkil etkazib borish. Bitiruvchi talabalar o'rtasida kasbiy mobillikni rivojlantirishga yo'naltirilgan ijodiy tanlovlar, ma'ruzalar, seminarlar o'tkazish hamda ularni kasbiy mobillikka oid mustaqil fikrlarni qo'llab-quvvatlash, muhokama qilishni tizimli ravishda yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Hurmatli rais, hurmatli ilmiy seminar a'zolari, bugungi taqdimot ishimiz mazmuni qisqacha shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Seminar ishini davom ettiramiz. Marhamat, kimda qanday savollar bor? Marhamat, Temurbek. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men o'zim taqrizchiman. Dissertatsiyani o'qish jarayonida menda shunaqangi savol tug'ildi ekan, savolingizga javob ola olmasam taqriz to'g'ri tushuntirib bera olmayman. Demak, qarang, mavzuyingiz asosiy o'ziga hisoblangan kasbiy mobillik hisoblanadi. Sizga savol: kasbiy mobillik va mehnat migratsiyasi. Mana shu ikkita tushunchani menga sharhlab bering. Kasbiy mobillik nima, mehnat migratsiyasi nima? Shunda men to'g'ri yo'ldan ketdingizmi yo'qmi deb xulosa bera olaman. Rahmat. Marhamat. Doktora. Domlamiz savollariga javobni bildiring. Tushunarli bo'ldimi savol? Avvalo, rahmat, tushunarli bo'ldi. Savolingiz uchun rahmat. Yuqorida ham aytib o'tdik, kasbiy mobillik deganda kasbiy faoliyatlarga doir o'zgaruvchan sharoitlarda o'z-o'zini rivojlantirish, ya'ni muayyan vaziyatlarda tezkor yechim topish, kasbiy ehtiyojlarni anglash va zamonaviy ehtiyojlarga munosib keladigan
talabalarda modellashtirishga tayyorgarlik qobiliyatini rivojlantirishni ifodalaydigan interaktiv xususiyatlarni tushunamiz. Ya'ni yana bundan tashqari kasbiy mobillik deganda kasbiy sharoitlarda har qanday sharoitlarda ham axborotlarni to'g'ri qabul qilish va ularni hayotga to'g'ri tatbiq eta oladigan mobil o'qituvchini tushunamiz. Javob qoniqarli bo'ldimi? Temurbek Islomovich. Mikrofoningiz. Kasbiy mobillikda ta'riflarni berganlar, ko'rdim, o'z ta'riflarini ham ishlarda yozganlar. Men so'ramoqchi bo'lganim mehnat migratsiyasi. Ya'ni kasbiy mobillik bilan mehnat migratsiyasi bu juft tushuncha hisoblanadi. Shuning uchun sizda qanday tushunchaga egasiz mehnat migratsiyasi haqida? Mehnat migratsiyasi, rahmat savolingiz uchun. Mehnat migratsiyasi deganda, misol uchun, goh u xoh talaba bo'lsin yoki o'qituvchi bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda ishlashi yoki o'qishidan qat'iy nazar mehnat migratsiyasiga a'zo bo'linadi va mehnat migratsiyasida u yerga borib ishlashida unga ishlashi uchun sharoitlar yaratiladi. U misol uchun deylik, chet elda ishlaydigan bo'lsa, u yerda uning uchun ishlashi uchun o'sha oliy ta'limdami qayerda ishlashidan qat'iy nazar unga shart-sharoitlar yaratiladi va shu bilan birgalikda o'sha joyi madaniyati, tilini o'rganishi ham tushunaman. Undan tashqari o'sha joyi urf-odatlari va madaniyatini ham tushuniladi. Munosib javob bo'ldimi? Temurbek Rahmat, Islomovich. yetarlicha. Amon bo'ling. Menda ham savol bo'ldi. Professor Abdullayeva so'rayaptilar savol. Zoomdan kechirasiz. Mayli. Muhayyoxon Mayli, kimdir professor ko'rsatilgan bo'lsa Ortiqova eshityapsizmi? Marhamat. Eshitilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy seminar raisi hamda a'zolari, barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda Muyassarxon Nuriddinovning tadqiqot ishi bo'yicha 2-3 savollar tug'ilgan edi. Birinchi savolim, hurmatli tadqiqotchi, 8-betda avtoterapizda tadqiqotni vazifalari turibdi. Mana shu vazifalarning ikkinchi bandida, ya'ni bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishda ilmiy metodik kuzatuvni ustuvor omil deb ko'rsatib o'tgansiz. Bunga sabab nima? Nima uchun ilmiy metodik kuzatuvni ustuvor omil sifatida belgilab o'tdingiz? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, mana shu tajriba tadqiqot ishlari davomida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishda qandaydir bir muammolarga ham duch kelindimi? Kuzatildimi? Bu ikkinchi savolim. Uchinchi savol agar ulgurgan bo'lsa. Tushunarli? Ulgurdingizmi? Ha, yozdim. Uchinchi savolim, nima uchun boshqa yo'nalishlarda emas, aynan shu bo'lajak menejerlarda kasbiy mobillikni rivojlantirishni maqsad qilib olgan edingiz? Yana shu 3 savolim bor. Uchinchi savolingiz ustoz qaytarib boring. 2 nima? 3. Uchinchi savolim, nima uchun aynan boshqa yo'nalishlar emas, mana shu bo'lajak menejerlarda kasbiy mobillikni rivojlantirishni maqsad qilib oldingiz? Ustoz Muhayyo Ortiqova, avvalo bergan savolingiz uchun katta rahmat sizga. Tushunishim bo'yicha birinchi savolingiz nima uchun ikkinchi vazifangizda ilmiy metodik kuzatuvni ustuvor omil deb hisobladingiz degan savolingizga tadqiqotni olib borish davomida ilmiy metodik kuzatuv ishlaridan olingan natijalar tahliliy xulosalar uchun asos bo'la oladigan shu bois ham ustuvor omil deb ta'kidlab o'tilgan. Ikkinchi savolingiz tajriba tadqiqot ishlari davomida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishda qandaydir qiyinchiliklarga ham duch keldingizmi degan savolingizga ustoz, tajriba sinov ishlarini olib borishda dastlab o'tkazilgan so'rovnomalarda shunday natijalar bo'ldi. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish bo'yicha tajriba sinov jarayonida ushbu tadbirlarni tadqiqot ishimizni olib borishimizda o'zimizga dastur ishlab chiqishimiz natijasida va bu dasturni tanishtirganimizdan keyin bu haqda tushunchaga ega bo'lindi. Ustoz, uchinchi savolingiz Keyingisi. nima uchun boshqa yo'nalish emas, aynan bo'lajak menejerlarda kasbiy mobillikni rivojlantirishni maqsad qilib qo'ydingiz
degan savolingizga universitetning menejment yo'nalishi talabalarida pedagogiga oid fanlarni o'qitish davomida ushbu ilmiy tadqiqotga zarurat mavjudligi aniqlandi va mazkur yo'nalishlar tadqiqotning obyekti sifatida ta'minlandi. Shuning uchun ham bizning tadqiqot ishimizda bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishni maqsad qilib olganmiz. Ustoz, savollaringiz uchun katta rahmat yana bir bor. Javob sizga ma'qul bo'ldimi, professor Ortiqova? Tushunarli. Eshityapsizmi? Ha. Rahmat. Tak, navbatdagi savol uchun so'z professor Abdullayevaga. Mikrofoningiz. Hurmatli tadqiqotchi, sizga assalomu alaykum, uzra. Ilmiy seminar raisi, seminar a'zolari. Tadqiqotchiga quyidagi savollarim bor. Siz aynan tadqiqot ishingizni qaysi yo'nalishda olib bordingiz? Bu birinchi savolda. Keyin unga qarab, yana aniqlik kiritib oladigan jihatlarimiz bor. Siz qaysi yo'nalishlarda? Qaysi yo'nalish aynan siz tajriba obyekti sifatida tanlab olgan? Chunki bo'lajak menejerlar pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalaridami yoki nopedagogik umumiy ketyapti-da. Bo'lajak menejerlar tayyorlashda endi o'timilar ko'pda, nopedagog ayniqsa mutaxassis sifatida tayyorlash jarayoni umuman buni pedagogika sohasidan keskin farq qiladi. Albatta. Shuning uchun aniqlik kiritib olaylik dedim. Ustoz, avvalo bergan savolingiz uchun rahmat. Demak, savolingiz siz qaysi yo'nalishlarda aynan bo'lajak menejerlarni kasbiy mobilligini rivojlantirish bo'yicha ish olib bordingiz degan savolingizga tadqiqot ishimizni tajriba sinovlarini Namangan davlat universiteti iqtisod fakultetida maktab menejmenti yo'nalishida, Qo'qon davlat pedinstitutida esa u yerda ham maktab menejmenti yo'nalishida, Andijon davlat universitetida esa inson resurslarini boshqarish yo'nalishlarida ilmiy tajriba ishlarimizni olib bordik va ularga bu yo'nalishlarda o'zimizni ishlab chiqilgan dasturlarimizda belgilangan mavzular asosida. Yaxshi, men savolimga javob oldim, chunki men bilaman pedagogik yo'nalishlarda 2 soatgina ta'lim menejmenti o'qitiladi-da. Men shunga siz shuncha amaliyotga tatbiq qilgan ishlaringizni shu doirada qanday ulgurdingiz degan savol tug'ilgan edi, lekin yaxshi, bu nimadan Pedagogik yo'nalish OTMlarida faoliyat, demak, ilmiy faoliyat olib borilgan dedilar. Tadqiqotchilarimiz navbatdagisi. Tadqiqotchilarimiz an'anaviy tarzda amaliyotga tatbiq etilgan bir ishlarini boyitdik, taklif etdik degan bilan chegaralanib qoladi-da, avtoreferatda uni keng tanishib olishda imkoniyati bo'lmaydi. O'zingizni fikringiz bilan qisqacha qilib, ana shu siz muammo doirasida boyitishga xizmat qilgan ma'lumotlaringizni qaysi fanlar orqali va necha soat hajmda taklif etdingiz o'sha siz o'zingizni ta'limiy tadqiqotingiz natijasini? Bu birinchi savolim. Aynan xuddi shu muammo doirasida siz bir qator pedagogik imkoniyatlar yaratilishi kerak degan taklifni va vositalarni taklif etyapsiz-da, mana shularni aniqlik kiritib bering, qaysilar? Qanday pedagogik imkoniyatlar kerak bo'lar ekan va qanday vositalar va shu siz boyitgan adabiyotlar? Ustoz, avvalo bergan savolingiz uchun rahmat, tushunarli bo'ldi. Demak, savolingizda qaysi fanlarda asosan bo'lajak menejerlarda olib borildi va ularni necha soat berilishini maslahat berdingiz deb aytdingiz. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishni tizimli ta'lim, tarbiyaviy tadbirlar, mustaqil ta'lim, auditoriya va auditoriyadan tashqari innovatsion yondashuvlar asosida samarali vositalar ishlab chiqilgan va shunga oid takliflardan PZ 27099727 raqamli oliy ta'lim sifat diagnostikasi va amalga oshirish mexanizmini takomillashtirish mavzusiga amaliy loyiha doirasida belgilangan vazifalarni bajarishga foydalanilgan. Natijada bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishni samarali vositalari ishlab chiqilgan. Ustoz, savolingiz uchun rahmat. Javob qanaqa qaraylikmi? Marhamat.
Qanchalaring oldin? Professor Jemirovmisan? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli seminar a'zolari, hurmatli tadqiqotchi. Sizga savol. Tadqiqot mavzusiga oid qator olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan siz olib borgan izlanishning o'rtasida qanday farq mavjud? Shunga to'xtalib o'tsangiz. Rahmat. Savol tushunarlimi? Tushunarli. Ustoz avvalo Marhamat. savolingiz Qisqa qilib uchun konkret javob berish. rahmat katta. Demak, sizni savolingizda siz olib borgan tadqiqot ishingizda olimlar fikri sizni ishingizda qanday farq qiladi degan savolingizga shunday javob berishim mumkinki, ushbu tadqiqotga oid bir qator olimlar ish olib borishgan, ya'ni jumladan so'nggi yillarda O'zbekiston olimlaridan yuqorida qayta o'tib ham o'tdik. Rahimov ta'limni mobillashuv sharoitida masofaviy ta'lim o'qitish texnologiyalarini uzluksiz rivojlanishi, Saidqulovani talabalar akademik mobilligini, Yulduz Damenovani esa yosh o'qituvchilarni ta'limga moslashtirish, rivojlantirishga oid tadqiqotlar olib borgan. Bizni tadqiqot ishimizda esa nomlar yuqorida qayd etilgan tadqiqotlardan farq qilgan holda ilmiy izlanishlarimiz oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muammolarini yechimiga qaratilgan. Ustoz, savolingiz uchun katta rahmat. Javob uni qaralgan. Marhamat. Professor Temirov. Savollar. Mikrofon. Seminar ishtirokchilari, albatta meni ham qiziqtirgan. Mikrofonni Savol yaqinroq bor. qo'ying, zoom borda. Birinchi savolim sizga mana shu nimangizda bitta keltirgansiz, akademik mobillik deganingiz. Endi bu hozir hamma oliy o'quv yurtida bo'lyapti. Shu oliy o'quv yurtlaridagi akademik mobillikda nimalarni ko'zda tutgansiz? Bu o'sha muhitga moslashishlikdimi, o'shdagi jarayonga yoki ta'limiy jarayonga mobillikni ko'rib chiqqanmisiz? Chunki dasturlar har xil, tillar har xil, o'qituvchilar har xil. Bitta joyda oddiy o'qituvchi dars bersa, ikkinchi joyda professor dars beryapti-da. Shu nimalarni qanchalik o'rgangansiz, ta'sirchanlik darajasini, hali o'zgaruvchilikka nisbatan. Ikkinchisi, bu sizni nimangizda korporativ mobillik degan jumlani o'qidim, lekin o'shanga nisbatan tahlilni ko'rmadim. Bu nima? Buni ham ko'rib chiqqanmisiz? Ilmiy tadqiqotingizda bir natijalari, nimalari bo'lganmi buni ham? Bunda nimalar inobatga olingan o'zaro hamkorlikda? Tadqiqot natijalarida nimalarda Ikkita savol meni qiziqtiryapti. e'tiborga olingan? Ikkinchi savol. Ustoz, avvalo bergan savolingiz uchun sizga katta rahmat. Demak, birinchi savolingizga javob shunday aytamanki, akademik mobillik nafaqat talabalar, balki o'qituvchilarda ham mamlakatdagi yoki xorijdagi oliy ta'lim muassasalarida kelishuv asosida ma'lum bir muddat o'qishi yoki dars berishini anglatiladi-da. Mobil talabalar ikki guruhga bo'linadilar. Ya'ni erkin harakatlantiruvchi va dastur doirasidagi talabalar tushuniladi. Misol uchun erkin harakatlantiruvchi doiradagi talabalarga bu turdagi talabalar o'zini xohishi, tashabbuslari bilan ta'lim olish uchun boshqa hududlarga boradilar. Dastur doirasidagi talablarimiz esa bunda oliy ta'lim muassasalarini o'zi yoki undagi fakultetni boshqa oliy ta'lim fakultetlari bilan kelishilgan holatda talabalar uchun o'zaro almashinuv dasturi bo'ladi. Mana shu talaba almashinuv dasturi asosida talabalar yana o'qishlarini davom ettirishlari mumkin. Masalan, mazkur dasturlar ijrosida xalqaro dasturlar darajada ham bu dastur bo'lishi mumkin va masalan, mazkur dasturlardan biri Erasmus dasturi, talaba almashinuv dasturi deyishimiz mumkin. Mana shu Erasmus dasturi butun dunyoda talaba almashinuv dasturi hisoblanadi va bu Erasmus Plus dasturini talabalarimiz saytlardan ko'rib, bemalol bu ishida o'rganishlari mumkin. Korporativ dasturlar savolingizga esa, bu korporativ dasturlarda ham ko'proq talabalarimizga shunaqa sharoit bo'ladiki, bu sharoitda talabalar o'qish bilan birgalikda ishlashlari ham mumkin bo'ladi. Ustoz, savolingiz uchun katta rahmat.
Javoblar. Uni qaralaymi? Menda ham bitta savol bor edi. Demak, sizni o'rgangan, yana tahlil, tadqiqot olib borgan mavzuyingiz sizdan oldingi, sizni mavzuyingizga yaqin, o'rganib, himoya qilib bo'lgan qaysi olimlarni ishidan farqi bor? Nomlarini aytsangizda va yaratgan ilmiy yangiligingizdagi mana shu farqni menga ta'riflab bersangiz. Savolim tushunarlimi? Ustoz, bir marta qaytarib ber. Tushunarli. Oxirisini yozolmay qoldim. Savolingizni qaytarib yuboring ekan. Sizni mana tahlil, tadqiqot olib borgan mavzuyingiz sizgacha shu mavzuga yaqin, mana o'rganib ishlarini himoya qilib bo'lgan qaysi olimlarni ishlaridan farqi bor? Buni ilmiy yaratgan yangiligingizda ko'rsatgan bo'lsangiz ta'riflab bering. Tushunarli. Ustoz, avvalo savolingiz uchun katta rahmat sizga. Ushbu tadqiqot bo'yicha bir qancha olimlarimiz ish olib borishgan. Jumladan Qaysi olimlar deyapman. Menga hammasini aytmang. O'zbekiston olimlaridan Rahimov, Saidqulova, Yulduz Dominovalar, bularda yosh o'qituvchilarni akademik mobillashuvi va yosh o'qituvchilarni ta'limga moslashtirishni rivojlantirishga oid tadqiqotlarni olib borishgan. Bizni tadqiqot ishimizda esa yuqorida qayd etilgan olimlarning tadqiqot ishlaridan farq qilgan holda oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar Qaysi olimlarni men takror aytyapman. Siz hozir seminardan o'tyapsizda, himoyaga tayyorlashimiz kerak. Ayting, O'zbekiston olimlaridan falonchi, pistonchi, mana olim hurmatli, yo MDH davlatlaridan, yo xorijdan. Marhamat. O'zbekiston olimlaridan Saidqulova hamda Yulduz Dominovalar, Tak. Rahimovlar Mavzusi nima ekan uni? Nimasini o'rgandingiz? Xo'p. Qaysi olimni ishini bitta ikkitasini ayting. Yaxshi o'rgandingiz, tahlil qildingiz va uni ilmiy yangilik yaratishda foydalandingiz. Saidqulovaning Va farqini talabalar yaratdingiz. akademik mobilligini hamda Yulduz Dominovani yosh o'qituvchilarni ta'limga moslashuvchilarni rivojlantirishga oid tadqiqotlarida. Bironta sizni mavzuyingizga yaqin o'rgangan olimlaringizni bir darsliklari bormi yo o'quv qo'llanmasi? Sobitxon Turg'unovni ta'lim muassasalarida pedagogik faoliyatlarni olib borish darsliklarida ham shu haqida ko'rsatib o'tilgan. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish darsliklari. Demak, bu narsalarda chuqur o'rganib olishingiz kerak. Albatta. Savolga bergan javobingiz menga ma'qul emas. Chuqur o'rganishingiz kerakda bu narsalarda. Avtoreferatingizda ko'rsatgansiz. Endi uni shunchaki yozib qo'yish kerak emas. Nomlarini ko'paytirib, foydalangan manbalarda, dissertatsiyada 100 tadan 150 ta qilib ko'rsatib, o'rganish kerakda, o'rganib konkret mana olim, bu olimni mana dissertatsiyasini o'rgandim, avtoreferatini, mana olimlarda chiqargan darsligini o'rganib oldim. Mana olimni demak, o'quv qo'llanmasini o'rganib, uni mana shu ichida yaratgan yangiligidan foydalanib, men quyidagi yangilikni yaratdim. Bu boshqa tadqiqotchilarga ham daxli bor. Konkret berish kerak javobni bu narsaga. Dissertatsiya sizniki, mavzu sizniki. Tushunarlimi? Tushunarli ustoz. Mana endi hozir bergan javoblaringiz bo'yicha yana menda ikkinchi savol tug'ildi. Siz kasbiy mobillik degan so'zni ishlatgansiz mavzuyingizda, menejerlarga nisbatan kasbiy mobillik nima o'zi? Nimani anglatadi? Qani? 1 2 3 4. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Kasbiy mobillik nima deyapsiz? Kasbiy mobillik deganda o'zi kasbiy faoliyatga doir o'zgaruvchan sharoitlarda o'z-o'zini rivojlantirish, muayyan vaziyatlarda tezkor yechim topish, kasbiy ehtiyojlarni anglash hamda kasbiy ehtiyojlarni anglash bilan birgalikda zamonaviy talabalarga moslashtirishga tayyorgarlik qobiliyatlarini rivojlantirishni ifodalaydigan interaktiv xususiyatlarni tushuniladi. Va har doim va har vaqt o'z-o'zini tarbiyalash, o'zini ustida tafakkurini takomillashtirish,
tafakkur bo'lmasa biz idrok qila olmasdan qanaqa qilib bu kasbiy mobil bo'la olamiz? Mobil. Anglash deyapsiz. Anglashni yoniga idrok etishni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Ha? Keyin u idrok etgan narsadan chiqqan yangilikni hayotga tatbiq qilishni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Внедрение degan narsa bor. Mana ilmiy mavzuyingiz bo'yicha olgan внедрениеңizni ko'rsatib qo'ygansiz. Mana dissertatsiyangiz ham turibdi. Avtoreferatda ham shu narsalar bor. To'g'rimi? Qo'shish kerak. Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Bormi sizda, marhamat domla? Assalomu alaykum. Tak, Hurmatli 11-chi, 12-chi rais savol ketyapti. va a'zolar. Mikrofonni Mana yaqinroq shu qo'ying domla. Avtoreferatda ko'rish natijasida ikkita savol tug'ildi. Birinchi savolim. Talabalar kasbiy mobilligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar, ularning kasbiy mobilligini, ya'ni talabalarning kasbiy mobilligini aniqlashda qanday imkoniyatlar berish mumkin? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim. Tadqiqotingizni vazifasi sifatida belgilab, uchinchi vazifasi sifatida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning funksional vazifalarini tizimlashtirish va pedagogik mexanizmlarni modellashtirish debsiz. Shuni menga izohlab tushuntirib bersangiz. Chunki ilmiy yangiligingizda takomillashtirilgan deyilibdi. Tizimlashtirilganmi, takomillashtirilganmi? Savol tushunarlimi? Ustoz, Hurmatli tadqiqotchi, marhamat, keyingi munosabat savolingiz- bildiring. Savolingizni qaytarib yuboring. Qaysi? Ikkinchisini tadqiqotda vazifangizda uchinchisida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning funksional vazifalarini tizimlashtirish va pedagogik mexanizmlarni modellashtirish deydi. Ilmiy yangiligingizda shu narsani takomillashtirilgan va modellashtirilgan deydi. Bu tizimlashtirilganmi yoki mavjud narsani takomillashtirilganmi? Bor narsa. Ustoz, tushunarli savolingizni bir og'iz so'z bilan aytmoqchimanki, bizni tadqiqot ishimizda oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishni takomillashtirishda bor funksiyalardan takomillashtirilgan. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Birinchi savol. Keyingi savolingiz, birinchi savolingizda Bormi yana qo'shimcha javobingiz? Savolingizni qaytarib o'ting. Qalay? Javob qabul qilamizmi? Birinchi savolim, talabalar kasbiy mobilligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar, Aha. ularning kasbiy Omillar. mobilligini aniqlashda qanday imkoniyat berish mumkin? Ustoz, savolingiz uchun rahmat. Yuqorida qaytib o'tilganda ham tadqiqot ishimizni ko'rib chiqqanimizda aytishimiz mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishda ichki tashqi omillar ta'sir etishi mumkin. Misol uchun, ichki omillarimizdan talaba yoshlarimiz o'sha oliy ta'lim muassasalarida barcha shart-sharoitlar yaratilgan bo'lishi mumkin. Tashqi omillarda esa oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishda talaba yoshlarimizga bo'lgan shart-sharoitlarda ham to'sqinliklar bo'lishini ko'rib chiqdik va mana shu narsalarni oldini olish uchun ham tavsiyalar ishlab chiqildi. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Eng asosiy omillar ta'lim tarbiya jarayonini qamrab oladimi yoki darsdan bo'sh vaqtdagi vaqtdan unumli foydalanish omillari, Darsdan fan laboratoriyalari, fan krujoklari, bular eng asosiy omillar. Faktor действий deyiladi. Yana doim ta'sir etuvchi omillar. Shularni inobatga olish kerak. Va bu omillarda ichida ta'sir etuvchi vositalar bor. Ta'sir etuvchi vositalar. Ular nima? Demak, ular o'tkazgan, amalga oshirgan hamma tadbirlaringiz amaliy. Bu narsalarni yaxshi anglab olish kerak. Albatta ustoz. Javob umumiy bo'ldi. Bir qandaydir konkret javobda chetlab o'tdingiz. Rahmat ustoz. Demak, o'zingizga xulosa chiqaring. Rahmat. Menimcha bu yerda takliflar tushdi, savollar yetarli deb shu yerda bir savol berish jarayonni to'xtatamizda keyingi jarayonga o'tamiz. Siz o'tirib turing. Marhamat.
taqdirchilarimiz belgilangan. Ilmiy rahbariz ham qatnashayotgan bo'lsalar, keyinroq so'raymiz ulardan. Demak, birinchi taqdirchimizga so'z beramiz. Temurbek, yo siz oldin chiqasizmi? Ismoil. Marhamat. Ilmiy kengash kotibi, pedagogika fanlari doktori, seminar a'zosi Ismoilov Temurbek Ismoilovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy seminar raisi, ilmiy seminar a'zolari. Namangan davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi Nizamov Muyassarxon Nuridinovnaning 13.00.07 ta'lim menejmenti ixtisosligida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasi uchun taqdim qilingan oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlarning kasbiy mobilligini rivojlantirish, pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiyasiga taqriz. Demak, dissertatsiyani har bitta aytaylik kirish qismi 3 ta bobini birma-bir tahlil qilishdan ko'ra bir yo'la uni yutuq va kamchiliklarga o'tsam, ruxsatingiz bilan ustoz. Demak, dissertatsiya muallifi pedagogika va menejment sohasiga munosib hissa qo'shgan holda oliy ta'lim muassasasida bo'lajak menejerlarning kasbiy mobilligini rivojlantirish muammosini atroflicha ko'rib chiqqan. Boshqaruv faoliyatiga tayyorgarlik sharoitida talabalar mobilligini rivojlantirishga yordam beradigan mavjud pedagogik mexanizmlarni tahlil qilishi natijalari ayniqsa qimmatlidir. Muallif menejerlarga qo'yiladigan zamonaviy talablarni sinchiklab o'rganib chiqqan. Ular zamonaviy jamiyatda duch kelayotgan muammolarni aniqlagan va pedagogik tamoyillar asosida konstruktiv yechimlar taklif qilgan. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, tadqiqot metodologiyasi ham tahsinga sazovor. Muallif so'rovlar, kuzatish va ta'lim dasturlarini tahlil qilish kabi keng ko'lamli usullardan foydalangan. Bu menejment talabalarning kasbiy mobilligini rivojlantirish hozirgi holati va istiqbollar to'g'risida har tomonlama tushunchaga ega bo'lishi imkon beradi. O'rni kelganda aytib o'tish kerakki, mana kasbiy mobillik haqida gap borar ekan, avvalambor kasbiy mobillikdan oldin akademik mobillik, kasbiy mobillik, konstruktiv mobillik va innovatsion mobillik haqida to'xtalib o'tish kerak edi. Bu tushunchalar bir ikkinchisini takrorlaydi. Ya'ni akademik mobillik bor joyda albatta kasbiy mobillik bo'lishi shart. Kasbiy mobillik nima uchun kerak bo'ladi? Avvalambor kasbiy mobillik mana shu talaba yoshlargami, yo bo'lajak o'qituvchilargami yoki mana mavzuni o'ziga hisoblangan shu bo'lajak menejerlar doimiy ravishda, ya'ni egiluvchan bo'lishi kerak. Qaysi ma'nodaki, o'zini mutaxassisligi, o'zini yo'nalishini doimiy ravishda rivojlantirishi, o'z ishlashi, ya'ni kasbkorini moslashtirish kerak muhitga. Ya'ni bu akademik mobillik tushunchasining davomi hisoblanadi. Aslida olganda kasbiy mobillik haqida rivojlangan davlatlarda bugungi kunda amaliyotda keng qo'llanib kelinyapti. O'zbekistonda hali to'liq bu amalga oshgani yo'q. Kasbiy mobillik haqida mana ko'plab misollar, aytaylik, mana bundan 7-8 yil oldin 600 ga yaqin bo'lsa, bugungi kunga yaqin 5000 dan ortiq, demak shu talaba yoshlarni chet elda o'qishi yoki o'sha yerda ishlash haqida statistik ma'lumotlarni berib o'tganlar. Aslida olganda kasbiy mobillik deganda o'sha muhitga moslashish, shuni aytaylik aytib o'tilgan talab bo'yicha qilingan, aytaylik, talablarga moslash tushuniladi. Hop, e'tiborga olish kerak bo'lgan har bir nechta narsa bor. Ba'zi hollarda qo'llanilgan usullarni batafsil tavsif va natijalarini tahlil qilish xulosalarining asosliligini to'liq ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, kelajakdagi tadqiqotlar uchun mumkin bo'lgan cheklovlar va sohalarni ta'kidlash zarur edi. Ushbu tanqidlarga qaramasdan, ushbu dissertatsiya oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlarning kasbiy mobilligini rivojlantirish bo'yicha samarali yondashuvlar ishlab chiqishi muhim hissa qo'shadi. Uning natijalari ta'lim dasturlarini takomillashtirish ham menejment bo'yicha kadrlar tayyorlash sohasidagi keyingi tadqiqotlar uchun ham foydalanish mumkin. Mavzu nihoyatda dolzarb, mavzuni yaxshi tanlangan. Men Muyassar Nuridinovna bilan sentyabrdan beri bu mavzular bilan dissertatsiya bilan birga ishlayapmiz. Sentyabr boshida kelganlar, ishlari o'sha paytda nima desam ekan, yetarli darajada emasdi. Undan beri shu qisqa fursat ichida ishlarini qayta ko'rib, takomillashtirishga qaysidir ma'noda erishganlar.
oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlarning kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishga bag'ishlangan dissertatsiya zamonaviy ta'lim sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlashning muhim jihatiga qaratilgan keng qamrovli tadqiqot ishi hisoblanadi. Dissertatsiya muallifi menejment sohasida yuksalib borayotgan, demak shu izlanayotgan talabalarning kasbiy mobilligini rivojlantirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini asoslab, tanlangan mavzuning dolzarbligini muvaffaqiyatli aniqlagan. Menejment sohasiga muvaffaqiyatli ish olib borish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga oliy ta'lim muassasasining o'rni ta'kidlangan. Dissertatsiya ishida kasbiy mobillikni rivojlantirishga qaratilgan mavjud pedagogik usullar va dasturlar tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Muallif o'zining innovatsion yechimlarini taklif qilgan. Mavjud yondashuvlar kuchli va zaif tomonlarini ta'kidlaydi. Bu dissertatsiya ta'lim va o'qitishning hozirgi tendensiyalariga hissa qo'shish imkonini beradi. Tadqiqotning uslubiy asosiy yuqori darajasi hisoblanadi. Bu ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishning turli usullaridan foydalanish bilan tasdiqlanadi. Sifat va miqdoriy yondashuvlardan foydalanish muallifning demak xulosa va takliflari ilmiy asoslanganligi bilan mustahkamladi. Men oldin ham talabgorga aytib o'tgandim, ishingiz har qancha puxtaligini 5-masala, agar o'zingiz tayyorgarlik ko'ra olmasangiz, ya'ni ishni to'liq ochib bera olmaydilar. Hozir ham ma'ruzalarda ham to'liq ochib bera olmaydilar. Savollarga javob berishda ham yetarlicha javob beradi. Vaholanki, men ishni to'liq bir necha bor o'qib chiqqanligim uchun berilgan savollarga barchasiga ichida javob bor. Faqatgina bu narsani ko'rsata olish kerak. Ya'ni shu eskitdan ustozlar aytadigan gap, dissertatsiya tayyor, dissertant yetarli darajada tayyor emasligida bu. Dissertatsiyaning muhim elementlari taklif etilayotgan usullar amaliy ahamiyatlidir. Muallif o'z ishlarini oliy o'quv yurtlarining ta'lim dasturlariga joriy etish istiqbollarini asoslab beradi. Bu esa bo'lajak menejerlarni tayyorlash sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Shu bilan birga shuni ta'kidlash kerakki, ilmiy tadqiqotning turli mamlakatlar yoki tashkilotlarda o'xshash dasturlarni amalga oshirish bo'yicha amaliy tajribalar kengroq tahlil qilish orqali yanada mustahkamlash mumkin. Bu tadqiqotni qo'shimcha jihatlari umumlashtirish bilan boyitish mumkin. Dissertatsiya bo'lajak menejerlarning professional mobilligini rivojlantirish qaratilgan ta'lim tadqiqotlari sohasida qimmatli hissa qo'shadi. Muallif nazariy jihatdan va amaliy tavsiyalarga muvaffaqiyatli uyg'unlashtirgan. Bu esa ishning ta'lim jamoatchiligi uchun dolzarb va ahamiyatli ekanligini bildiradi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 18 ta ilmiy ish, jumladan bitta monografiya, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyasining asosiy ilmiy natijalar chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar 9 ta maqola, jumladan 8 ta respublika, bitta xorijiy ilmiy jurnallarda nashr etilgan. Dissertatsiya o'rganish jarayonida yuqoridagi yutuqlar bilan birga quyidagi e'tirozlarni e'tirof etish va to'g'rilanishi zarur deb o'ylayman. Umumiy olganda talabgor tomonidan hozir dissertatsiyani ko'rish jarayonida shuni ko'rdimki, 9 ta eng zo'r yutuqlarni sanab o'tgan bo'lsam, shularni demak aytaylik, shular bilan bir qatorda dissertatsiyani o'rganish jarayonida yuqoridagi yutuqlar bilan birga quyidagi e'tirozlar, demak to'g'rilanishi lozim bo'lgan kamchiliklar bor. Oldingi demak sharhda ta'kidlab ijobiy jihatlariga qaramasdan tadqiqot ishida bir nechta kamchiliklar mavjud bo'lib, ularni hisobga olish va to'g'rilash zarur. Demak, birinchisi kontekstni cheklash. Dissertatsiya oliy o'quv yurtlarida turli madaniy va institutsional kontekstlarni tahlil qilish o'z ichiga olgan holatda kengaytirilsa yanada qimmatli bo'lishi mumkin. Bu bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishga yondashdagi farqlarni chuqurroq tushunishini ta'minlaydi. Ikkinchisi, dissertatsiyaning 41-43 sahifalarida ishning o'ziga hisoblangan tushunchalarni ta'riflari keltirilgan. Ilmiy tadqiqotni demak shu markaziy hisoblangan tushunchalar dissertant shaxsiy ta'rifini bermagan. Bugungi kunda O'zbekiston va xorijdagi ta'lim sohasidagi o'zgarishlardan misollar keltirib sharhlash lozim edi aynan o'sha tushunchalarni. Tadqiqotchi bir narsani tushunib yetishi lozim. Nima uchun bo'lajak menejerlar kasbiy mobillik zarur? U bizga nima beradi? Jamiyatimizdagi qaysi muammolarni hal qiladi? Shu kabi savollar bu yerda javob berish lozim edi. Kasbiy mobillik nima kerak? Bu hozirgi holatga, vaziyatga moslash hisoblanadi. Boy yuqorida savol berdim. Kasbiy mobillik bilan mehnat migratsiyasi. Mana shu ikkalasi biri ikkinchisidan ajralmaydigan tushunchalar hisoblanadi. O'zbekistonda mehnat migratsiyasi yaxshi rivojlanmagan.
ya'ni bizni mentalitetimizdan kelib chiqqan holatda bitta kasb egasi bo'ladida, mana shu kasb egasi zo'r bo'lganini aytaylik, misol uchun ana shu yo'nalishi bo'yicha e, zavod bikildi yoki fabrika bankrotga uchradida, u nima qiladi? Mehnat migratsiyasini hech ham nima qilmaydi. Ko'proq u kasbiy mobillikka yondashadi. Aytaylik, zavodda muhandisida ish topolmadidan nima qiladi u? Ko'chaga chiqib, ya'ni kasbiy mobillik nimasini o'zgartirishga turadi. Yoki mehnat migratsiyasiga kamdan kam holatda bizda murojaat qilinadi. Ana shu ishini o'z ustasi bo'ladigan bo'lsa, hamma narsasini yig'ishtirib, shu qayerda shu mutaxassislik zarur bo'ladigan bo'lsa, ana shu joyga ko'chib borish. Yo kasbiy mobillikni tanlash kerak bo'ladi yoki shu mehnat migratsiyasiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Hop, navbatdagisi, mavjud yondashuvlar yetarli darajada tanqid qilmaslik. Sharhda muallif mavjud usullarni tahlil qiladi, lekin har doim ham yetarlicha tanqidiy sharhlar berilmaydi. Mavjud yondashuvlarni tanqidiy baholashni qo'shish ishning ilmiy ahamiyatini kuchaytirish mumkin. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, faqatgina biz hozirgi demak talabgorga tegishli emas, bugungi kundagi deyarli barcha tadqiqotchi xuddi shunday yondashyapti. Ya'ni o'zini fikrini ma'qullash, tasdiqlash uchungina boshqa ishlarga murojaat qilyapti. Ya'ni bu yerda tanqidiy yondashib, albatta qaysidir bir ishni tanqidiy tahlil qilib yo inkor etish kerak yoki ma'qullash kerak. Faqatgina o'zini fikrini ma'qul kelgan o'sha fikrlar bilan o'rab olmasdan shu aytaylik tanqid qilishni ham o'rganish kerak. Misol uchun, "Современное образование как открытая система" nomli o'quv qo'llanmadan nihoyatda ko'p murojaat qilganlar. Nichkala Filanovani demak muallifligida 2012-yilda chiqqan nihoyatda ko'p foydalanganlar. Mana shu o'quv qo'llanmami, darslimi, bundan nihoyatda ko'p foydalanganlar. Vaholanki foydalangan adabiyotlarda bu ko'rinmaydi. Hop, manbaga murojaat qilingan va barcha keltirib o'tilgan fikr mulohazalarni ma'qullashdan nariga o'tilmagan. Faqatgina bu emas, yana bir nechta manbalar tadqiqotchi keng foydalangan. Grishenko Larisa Petrovnani "Теоретические и методические аспекты формирования компетентности будущих менеджеров в условиях непрерывной подготовки" nomli demak 2011-yilda himoya qilingan kandidat pedagogik navk demak pedagogika fanlari nomzodini dissertatsiyasidan nihoyatda ko'p foydalanganlar. Vaholanki foydalangan adabiyotlarga kiritilmagan. Ya'ni aytib o'tganim, bu manbadan foydalanyapsizmi? Albatta bundan snosga keltirish kerak. Snosga keltirgan o'zimda foydalangan adabiyotlar bo'lish kerak. Men bu fikrlarni ko'rdimda, keyin nihoyatda nima desam ekan, aktual boshqacha bir sharhga ega bo'lganligi uchun qidirib topishimga to'g'ri keldi. Navbatdagi kamchilik empirik ma'lumotlar yetishmasligi. Ehtimol test so'rovlar, intervyular yoki kuzatuvlar natijalari kabi ko'proq empirik ma'lumotlar o'z ichiga olgan bo'lsa, yanada ishonchli bo'lishi mumkin. Bu xulosalar va tavsiyalardan haqiqiyligini demak nima desam ekan, ko'taradi. Cheklangan amaliy misollar, dissertatsiya taklif qilingan usullar haqiqiy ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli amalga oshirishning amaliy misollarini o'z ichiga olishi lozim edi. Bu taklif qilingan mexanizmlarning haqiqiy samaradorligini ta'kidlashga yordam berar edi. Ya'ni shulardan foydalanish lozim edi. Adabiyotni ko'rib chiqishda aniqlangan kamchiliklar. Adabiyotni ko'rib chiqishda yanada kengroq bo'lishi mumkinligini qayd etaman. Tegishli tadqiqotlar va boshqa mualliflarning nuqtai nazaridan kiritish ishning nazariy asoslarini mustahkamlaydi. Dissertatsiyaning kirish qismi, ya'ni 7-betida muammoning o'rganilganligi darajasida keltirilgan xorijiy olimlarni 12 tasini sanab o'tganlar, ya'ni Botadan Vidrixgacha bo'lgan 12 ta olimni faqatgina foydalangan adabiyotlardagina uchratish mumkin. Ya'ni mana shu 12 ta olimni fikr munosabatlaridan dissertatsiya ichida men topa olmadim, qidirib foydalanganlarni bilmadim. Faqatgina shu muammoni o'rganilgan darajasi qo'yilgan va adabiyotlar ro'yxatiga qo'yib qo'yilgan xolos. Vaholanki xorijiy tajriba muhim. Sababi akademik mobillik va kasbiy mobillik haqida nihoyatda ulkan ishlar xorijiy davlatlarda mana 2002-yildan boshlab nihoyatda ko'p foydalanib kelmoqda. Ya'ni kasbiy mobillik haqida birinchi bo'lib mana bu italiyalik olimlar tomonidan shunaqangi bir katta bir yig'ilish bo'lgan. Italiyada 4 ta oliy ta'limni prorektorlar tomonidan akademik mobillik va kasbiy mobillik haqida kelishuv bo'ladi.
bugungi kunda mana shu narsa bizga hozir kredit modul tizimi deb kirib kelyapti. Kredit modul tizimini asosiy maqsadi talabalarni va o'qituvchilarni akademik nimasi hisoblanadi. Mobilligini ta'minlash uchun. Bu haqida dissertatsiyada umuman to'xtalib o'tilmagan. Vaholanki ishning o'ziga ana shu hisoblanadi. Ushbu kamchiliklarni hisobga olgan holatda muallifning tahlilini chuqurlashtirish, aytib o'tilgan kontekstlarni hisobga olish, ko'proq empirik ma'lumotlarni taqdim etish va uning tavsiyalaridan to'g'riligini kuchaytirish tavsiya etiladi. Umuman yuqorida bildirilgan kamchiliklarni taklif va mulohazalarni ishning ilmiy nazariy qiymatini to'liq bo'lmasa-da qisman pasaytiradi. Bu kamchiliklar qayta ishlab tuzatilgandagina ilmiy tadqiqot ishini saviyasi ortadi. Yuqoridagilarni hisobga olib, tadqiqotchi Nizoma Muyassarxon Nuridinovani 13/07 ta'limda menejment ixtisosligida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiyasini qisman yakunlangan ilmiy va amaliy qiymatga ega ish deb baholayman va uni himoyaga tavsiya qilishdan oldin aytib o'tmoqchiman, o'zim ilmiy kotibman, baribir mana qo'limga keladi shu protokollari, shu ishlari, aytib o'tilgan kamchiliklar to'liq bartaraf etilgandagina mana shu taqrizimga yozma ravishda javob berganingizdagina men sizni demak ishingizni himoyaga tavsiya etaman. Nizom bo'yicha 6 oygacha sizni muddatingiz bor. Bu degani 6 oy yurasiz degani emas. Ya'ni kamchilikni har qancha tezroq bartaraf etsangiz, o'shancha o'zingizga foyda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, juda chuqur tahlil qilib va bergan tavsiyalaringiz, mulohazali fikrlaringiz uchun. Marhamat, tadqiqotchi munosabat bildiring. E'tirof etgan, ko'rsatilgan, mana shu tavsiya berilgan mulohazali fikrlarni qanday qilib bajara olasiz? Marhamat. Mikrofoningizni to'g'rilab oling. Avvalo bizni tadqiqot ishimizni sinchkovlikdan o'rganib chiqqaningiz uchun sizga katta minnatdorchiligimni bildiraman va yuqorida ko'rsatilgan bir qator taklif bilan e'tirozlaringiz, mulohazalaringizni to'liqligicha, to'g'riligicha qabul qilaman va keyingi bosqichdagi ishlarimizda ko'rsatilgan mulohazalaringizni o'rinli deb tushunamizda keyingi bosqichlarga o'tishga qadar inobatga olib Himoyaga qadar, himoyaga qadar albatta kamchiliklarni ko'rsatamiz. Ustoz bilan birgalikda. Ilmiy rahbaringiz bilan bamaslahat to'g'rilay olasiz. Albatta. Shunday deb va'da beryapsizmi? Rahmat. Marhamat, taqrirchi Temurbek Ismoilovich qabul qilasizmi? Albatta ustoz, ishda ko'rsatilgan kamchiliklarni albatta bartaraf etilishi shart. Iloji boricha bu kamchiliklarni nima desam ekan, minimal holatda olib chiqishga harakat qildim. Rahmat. Rahmat. Tak, endi navbatni biz navbatdagi ikkinchi taqrirchimizga beramiz. Marhamat, navbatni pedagogika fanlari doktori, yo'q, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Dildoraxon Hakimovaga beramiz. Dildoraxon, eshityapsizmi bizni? Assalomu alaykum. Marhamat, xush kelibsiz seminarimizga. Marhamat. Rahmat kattakon. Yana Birinchi taqrirchini bergan fikrlarni inobatga olib, beradigan tavsiyaviy fikrlaringizni aytsangiz, bizga qulayroq bo'lar edi. Qarshi bo'lmasangiz. Rahmat. Hozir eshitilyaptimi? Assalomu alaykum hammaga. Ilmiy kengash a'zolari, hurmatli rais, menga so'z navbatini berganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman va o'z taqrizimni o'qib eshittirishga ruxsat berishingizni so'rayman. Demak, bugun Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi Nizoma Muyassarxon Nuridinovnaning 13/00/07 ta'limda menejment ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishiga yozilgan taqrizimni o'qib eshittirsam. O'zbekistonda so'nggi yillarda oliy ta'lim sifat darajasini oshirish, bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish,
yuqori darajadagi professionalizm, bilimlar, malakalar, ko'nikmalariga ega bo'lish hamda professional mobillik, egiluvchanlik, o'zgaruvchan hayotiy vaziyatlarga tez moslashish malakasi, raqobatbardosh mutaxassisga xos xislatlar, mustaqil tanqidiy fikrlashga qobiliyat, real hayotda qarama-qarshiliklarni payqash va ularni bartaraf etish yo'llarini izlab topish malakasini rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi sari tamoyil ilgari surilgan. So'nggi 5 yillik islohotlarning natijasi o'laroq yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi. Inson qadri uchun tamoyil asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Shu ma'noda tadqiqotchi Nizam va Muyassarxon Nuriddinovnaning oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish nomli mavzusidagi dissertatsiya ishi pedagogika fanining bosh muammolaridan birini yoritishga xizmat qiladi. Dissertatsiya ishi kirish, 3 bob, xulosa va tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan iborat bo'lib, ishning umumiy hajmi 130 sahifani tashkil etadi. Dissertatsiya ishining birinchi bobi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning nazariy metodologik asoslari deb nomlanadi. Ushbu bobda oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning mazmun mohiyati yoritilgan. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning amaliy va ilmiy nazariy jihatlari tahlil etilgan. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari yaxlit pedagogik ilmiy muammo nuqtai nazaridan o'rganilgan. Ya'ni u yerda respublikamiz xorij va MDH davlat olimlarining ilmiy tadqiqot ishlari o'rganib chiqilganligiga guvoh bo'lindi. Bugungi kunda pedagogikaga doir ilmiy adabiyotlarda mobillik, mobil shaxs, shaxsiy mobillik, professional mobillik atamalari ham qo'llanilayotganligiga urg'u berilgan. Tadqiqot ishida kasbiy mobillik tushunchasidan ham keng foydalanilgan. Ta'limning konseptual asoslarida kasbiy mobillikning o'zida rivojlantirilgan pedagogik mutaxassislarni nisbatan bir qator vazifalar qo'yilganligi, ijtimoiy jamiyatning taraqqiy etishida va yoshlar ta'lim tarbiyasini to'g'ri tizimlashtirishni tashkil etish hamda boshqarishda bo'lajak menejerlarning kasbiy mobilligini rivojlantirish kabi masalalar ishda to'liq yoritib berilgan. Dissertatsiya ishining ikkinchi bobi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning tashkiliy pedagogik shart-sharoitlari deb nomlanadi. Mazkur bobda bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish tamoyillari va omillari o'rganilgan. Bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish modeli keltirilgan. Kasbiy mobillik muammolari yechimining nazariy ilmiy masalalarni hal qilishda menejment yo'nalishi talabalarning kasbiy mobilligini rivojlantirishga innovatsion texnologik yondashuvlar ham tadqiq etilgan. Dissertatsiya ishining 3-bobi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish samaradorligi deb nomlanib, mazkur bobda talabalar kasbiy mobilligini rivojlantirishga yo'naltirilgan tajriba sinov ishlari, amaliyotga tatbiq etish va uni o'tkazish bilan bog'liq masalalar o'rganilgan. Tajriba sinov ishlarining mazmuni, maqsadi oliy ta'limdagi o'quv jarayoni orqali bo'lajak menejerlar tomonidan mavjud kasbiy mobillik muammolari mohiyatini tushunib olish va uning yechimini topish masalalari ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiya ishiga qo'yilgan vazifalarni bajarish mobaynida talabalar kasbiy mobilligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari, muammo yechimiga yo'naltirilgan tajriba sinov ishlarining mazmuni, tajriba sinov ishlarining natijalari, statistik tahlil va uning samaradorlik darajasi yoritib berilgan. Dissertatsiya mavzusi jami 18 ta ilmiy ish, jumladan bitta monografiya. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyani asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 9 ta maqola, jumladan 8 tasi respublika, bitta xorijiy ilmiy jurnallarda nashr etilgan.
Tadqiqot ishining amaliy ahamiyati bo'lajak menejer kasbiy mobilligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish masalasiga doir tashkiliy pedagogik shart-sharoitlar samaradorligi jarayonining asoslanganligi, bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligining rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanganligi va uning mazmuniga, mohiyatiga hamda maqsadiga doir ma'lum o'zgarishlarga aniqlik kiritilganligi, bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish tajribasidan ilmiy asoslangan nazariy va amaliy ahamiyatdagi muallifning takliflari ta'lim-tarbiya jarayonida joriy qilinganligi bilan asoslanadi. Dissertatsiyani o'rganish jarayonida yuqorida sanab o'tilgan yutuqlar bilan bir qatorda ayrim kamchiliklarga ham duch kelingan, aniqlangan. Demak, birinchi, dissertatsiyaning muammoni o'rganilganlik darajasida O'zbekiston olimlari tomonidan mobillikni rivojlantirishga oid ilmiy ishlar tahlili yanada kengroq o'rganilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ikkinchi, tadqiqotning amaliy natijalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishni ta'minlash, integratsiyalash, mavjud resurslardan optimal foydalanishga doir me'yoriy huquqiy hujjatlar takomillashtirilgan deya keltirilgan, biroq aynan qaysi me'yoriy hujjatlarda keltirilganligi bu yerda yoritib berilmagan. Uchinchi, dissertatsiya ishining 71-betidagi 2-3 paragrafi menejment yo'nalishi talabalarining kasbiy mobilligini rivojlantirishga innovatsion texnologik yondashuvlar deya nomlanadi. Biroq paragrafda yondashuv tushunchasiga ta'riflar keltirib o'tilmagan. Dissertatsiya ishida, to'rtinchi kamchilik sifatida, dissertatsiya ishida menejment yo'nalishi talabalarining kasbiy mobillik darajasini baholash uchun ishlab chiqilgan test savollari testologiya talablariga muvofiq tayyorlanganda edi, maqsadga muvofiq bo'lardi va ishning ilmiy qiymati yanada oshgan bo'lardi. Beshinchi, dissertatsiya matnida ayrim grammatik va orfografik xatolar ham mavjud. Umuman olganda yuqorida sanab o'tilgan juz'iy kamchiliklar, takliflar, mulohazalar ishning ilmiy nazariy qiymatini pasaytirmaydi, balki bular ham bartaraf etilsa, tadqiqot ishining qiymati yanada ortgan bo'ladi. Tadqiqotchi Nizam va Muyassarxon Nuriddinovlarning oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi 13.007 ta'limda menejment ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasini yakunlangan, mustaqil, ilmiy amaliy qiymatiga ega ish deb baholayman va keyingi bosqichga tavsiya etaman. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizga ham katta rahmat. Ilmiy hamkorligimiz davom etsin. Marhamat, tadqiqotchimiz Dildoraxon Mashrabjonovani bildirgan mulohazali fikrlariga, xulosalariga munosabat bildiring. Mikrofoningiz. Avvalo bizni dissertatsiya ishimizni qimmatli vaqtingizni ayamasdan sinchkovlik bilan o'rganib, bizni ishimizga bildirgan mulohazali fikrlaringizni, tavsiyalaringizni o'rinli deb qabul qilamiz va siz tomonidan ko'rsatilgan mulohazalarni albatta keyingi bosqichlarda himoyaga qadar ilmiy rahbarim bilan birgalikda kamchiliklarni bartaraf etib, keyingi bosqichlarimizda ko'rsatamiz. Rahmat sizga katta. Rahmat. Mana taqdirchilarimiz ikkalari ham fikrlarini bildirishdi. Tadqiqotchimiz munosabatini yakunladi. Ilmiy rahbarlari marhamat Mahfuzaxon Murtazoyevaga so'z beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Marhamat, ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar raisi va hurmatli a'zolar. Men tadqiqotchi Nizoma Muyassar Nuriddinova tomonidan tayyorlangan dissertatsiya yuzasidan o'z xulosamni yozma tarzda bayon etganman va uni taqdim etdim. Ushbu to'g'risida ma'lum bermoqchiman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Endi hamma fikrlarni eshitdingiz, hurmatli ustoz. Demak, birga ularni tuzatib, tahrir qilib, avtoreferatni ham, dissertatsiyani ham albatta ilmiy tahrir qilish kerak.
qo'shadigan fikrlarni qo'shishga ilmiy salohiyatingiz yetadi. Sizni juda yaxshi bilamiz. Pedagogika fanlari doktori, dotsent sifatida juda ko'p ilmiy ishlaringizni chop etgansiz. Shuning uchun ishonchimiz komil. Buni qisqa muddat ichida tuzatilsa, keyin ilmiy metodik seminarimizni qarorini olishga aynaki muyassar bo'lasizlar. Sizga mas'uliyatni yukladik yana qaytib. Marhamat, birga ishlaysizlar. Rahmat. Omon bo'ling. Sizga ham rahmat. Mana endi mulohazalik fikrlar, muhokama, dissertatsiyani muhokamasi yakuniga yetdi. Endi navbatni mulohazali fikrlarga o'tsak. Marhamat. Ilmiy mulohazaga o'tamiz. Ilmiy seminar a'zolari, marhamat, kimlarda fikrlar bor? Husniddin so'rayaptilar. Ilmiy seminar rais muavini professor Husniddinjon, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Akram. Hurmatli rais, seminar a'zolari. Demak, men bir necha tanqidiy fikrlarim bor, lekin oldin aytmoqchimanki, ish nihoyatda yaxshi yozilgan, gрамотно, oldindan demak qo'llab-quvvatlashinglarni so'rayman. Chunki yana meni tanqidiy gaplarimga boshqa tomonga aylanib ketib qolmasin demoqchiman. Birinchisi, demak, dissertatsiya ishini men to'liq ko'rib chiqdim. Avtoreferat emas, ishni ko'rib chiqaman. Demak, meni birinchi nimam mana shu savlovhada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlarni, demak, o'sha menejerlarni deb qo'yish kerak. Menimcha, kasbiy mobillikni rivojlantirishni pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish deb qavs ichiga demak yo'nalishini aniqlashtirib qo'yish kerak. Hozir mavhum bo'lib qoldi. Qaysi yo'nalishga, kimga bu ish bag'ishlangan? Agar umumiy bo'lsa, juda keng bo'lib ketyapti. Lekin ish davomida hozir mana savol-javobda ham ancha aniqlashtirildi. Demak, bu yerda menejerlar uchun qilinganmi yoki menejment yo'nalishi uchunmi? Buni agar menejment yo'nalishi uchun bo'lsa, demak, ichidagi menejerlarni demak aniqlashtirib berish kerak. Agar ta'lim muassasalaridagi menejerlar uchun bo'ladigan bo'lsa, unga qarab demak menejmentni yo'q qilish kerak. Chunki menejment boshqa, menejer boshqa narsa-da, mantiqan boshqa narsa. Shu aralashib ketib qolgan ish ichida. Bunga ahamiyat berish kerak. Ikkinchi ahamiyat beradigan joyda demak, mana bu oliy ta'lim muassasa talabalar ustida ishlanganmi yoki oliy ta'lim muassasa o'qituvchilari bilan ishlanganmi? Buni aniqlashtirib nima qilib o'ring. Chunki ba'zi joylaringizda oliy ta'lim o'qituvchilariga qarab ketyapti-da ma'lumotlar. Bo'lajak o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, demak talabalar bilan ishlanadigan bo'lsa, u yerdan o'qituvchilarni, shu oliy ta'lim muassasa o'qituvchilari to'g'risidagi ma'lumotlarni nima qilish kerak? Bu nimasi? Endi menejerlar kasbiy mobillik degan narsani hozir shu yerda savol-javob ham bo'ldi. Shuni haligi ma'nosini qandaydir alohida yoritib punkt sifatida kiritib qo'yishingiz kerak. Keyingisi, mana bu o'zingizga olgan vazifalar, olgansiz-a, tadqiqot vazifalari va ilmiy yangiliklar. Menimcha vazifalar bilan yangilik mutanosib bo'lish kerak, bir-biriga mos kelish kerak va shu yerda aytyapsiz, modellashtirildi, vositalar ishlab chiqildi deb qo'ydingiz. Lekin dissertatsiyaning ichida men bu narsalarni topa olmadim. Demak, yo ilovadagi qo'ygan testlaringizni tashlab, uni o'rniga shu narsalarni kiritib qo'ying yoki dissertatsiyani ichiga qo'ying. Chunki asosiy ishingizning mazmuni shu. Bularni demak olib nimaga qo'yishingiz kerak? Testlar shart emas menimcha. Lekin mana qilgan ishingiz, ishlab chiqilgan demak samarali vositalar, model, bularni demak qandaydir o'sha yerda yoritib berishingiz kerak. Keyin savol bo'ldi sizga, tizimga solish orqali takomillashtirildi. Demak, tizimga soldingizmi, takomillashtirdingizmi? Demak,
siz shuni ko'rsatib berishingiz kerakki, demak sizni takomillashtirish jarayoningiz shu ishni tizimga solish, ana shu tizimga solish jarayoni o'zi takomillashtirishga kiradi. Demak, o'sha tizimga solish orqali siz demak yo'lni yaxshiladingiz. Mana bu sizga qo'ygan kamchiliklarimiz, demak ozgina shularni demak ko'rib chiqishingiz kerak. Menimcha ishda umumiy qaraganda ish ancha nima deydi, saviyasi ancha yuqori. O'zingiz qilgan ishlaringizni aks ettirgansiz. Keyingisi demak ana shu rasmlab bergansiz, mana komponent Kaspi komponent degan rasmingiz bor bu yerda, Kaspi mobillik tarkiblari. Buni demak ozgina pastiga demak yo'ritib berishingiz kerak. Qanday qilib shu amalga oshirishni. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar Kaspi mobilligini rivojlantirish modeli dedingiz. Mana shu rivojlantirish modeli asosida qandaydir tavsiyalarni berishingiz kerak. Mana shuni amalga oshirish uchun shu ishni qilindi. Faqat uni modelini tavsiya etmasdan, modelni qanday qilib amalga oshirish jarayonini ko'rsatib bersangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bir bor aytaman, ish ancha yaxshi yozilgan. Barcha a'zolarni demak qo'llab-quvvatlashga undayman. Rahmat. Rahmat. Tadqiqotchimiz yozib boryaptilar, o'qib bildiradilar o'zlarini mulohazalari. Marhamat, professor Temirov so'rayaptilar. Mulohazali fikrlar, mikrofoningizga to'g'rilang, izoh bor. Albatta, mavzu juda dolzarb. Haqiqatda ham hozir bizni hamma O'zbekistonga oliy o'quv yurtlari shunga harakat qilyapti. Iloji boricha mana rivojlangan davlatlardagi muhit bilan mana bu endi rivojlanayotgan mamlakatlardagi muhitda, ta'limiy muhitda juda katta tafovut katta. Mana biz o'zimiz ko'rib turibmiz. Bizda ham mana Qirg'izistondan, Qozog'istondan kelganlar bilan bizgalar borib ko'ryapti. Endi ko'pi juda ham hayratga tushiryaptiki, bizdagi sharoit ularda hali yo'q. Chunki bizning prezidentimiz siyosati juda kuchli ketyapti. Keyin o'sha o'qituvchilarga yaratgan, talabalarga yaratgan, mana taqdircha aytgan kredit modelni ko'rgandan keyin boshqacha qilyapti. Lekin bizda ham bitta narsaga o'tishimiz kerak. Siz mobillik masalasida siz elektron tizim haqida gapirmadingiz-da. Men shuni kutdim. Qanday biz o'tamiz mobillikka? Masalan, ularda davomat olinmaydi-da. Yo'q davomat. O'qituvchining ham ishga kirib ketishi, talabanikini ham yo'q-da. Shunday plastikni qo'yib kirib ketyapti. Bu yog'i mobillik zo'r. Hamma darsga 100% kelyapti. O'qituvchi ham 100% kelyapti. Buxgalteriyaga to'g'ridan-to'g'ri oylik masalasida pulni olib qo'yish, boshqa qilish ketyapti. Hali o'qituvchiga nisbatan. Talabalarning ham nimasiga juda ham qattiq ta'sir qilganki, ortiqcha gap yo'q-da. Sizning mobilligingizda shu bizdagi byurokratiyani yo'qotishga mo'ljallangan birorta bir tavsiyangizni ko'rishim kerak-da men. Shu qanaqa qilamiz shu mobillikni negizida, masalan, o'qituvchilar soatini kamaytirish masalasi mobillikda. Masalan, bizda hozir o'tgan safar ham aytganman, nagurskamiz juda katta. Ularda 500 soat. Bor yo'g'i 500 soat ekanda umumiy nagurska. Shu bilan hamma yo'qda nima qilib qo'ygan? Haligi sizga savol berdi-ku, taqirishingiz. Haligi migratsiya masalasi yoki bandlik masalasi haqida gapirdi-da. Masalan, bizdagi migratsiya jarayonida bizning o'qituvchilar yoqqa borsa, qanday moslashishi mumkin-da? Ulardagi muhit haqida sizda men ko'rmadim-da. Masalan, qaysi mamlakat bizga mos keladi? Mobillikda. Bizdan yuqorilar, qaysilar mobillikka? Biz kimga intilishimiz kerak? Ya'ni andozada qilibsiz, haligi bir 6 ta 8 ta davlatni tinmay misolga keltiribsiz, lekin ular u mamlakatlardagi mobillik mezonlari yo'q. Shuni ham agar qo'shsangiz, keyin bu nima bo'ladida, bu keyin bu vaqt bilan o'qituvchining ish vaqti bilan bog'liq narsalar ham borda mobillikda. Masalan, dars soatini ixchamlashtirish masalasi ham bo'lganda, hozir boshqa maktablarda ko'ryapsiz, 3 ta fan birlashib ketdi. Bu mobillikka kiradimi yoki nimaga kiradi? Buni tahlil qilish kerak-da. Buni sizning nimangizda. Bu juda haligi O'zbekistonda ketayotgan juda ham katta oqim masalasida ketyapti-da. Biz borib ta'lim sifatini rivojlanishga qanchalik ta'sir qiladi sizning mobilligingiz?
Masalan, bolalar bahosi, o'qituvchilarni reytingi, mana shu masalalarni ham bir nima qilasiz, ishingizda haqiqatdan ham man mana taqdirchilar fikriga qo'shilgan holda aytamanki, siz iloji boricha o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Mana bu ilmiy nutqingizni yaxshilashingiz kerak. Javoblarni cho'tka qilib berish, boshqa qilish, shu narsalarga e'tibor bersangiz, albatta ish qilingan, qilinmagan emas, qilingan. Shu biz aytgan takliflarni, taqdirchilar takliflarini bartaraf etsangiz, o'sha ilmiy salohiyatingiz ham sizniki, ham dissertatsiyangizga ortadi. Kelgusi nimaga shu nimalarni inobatga olgan holda men ham tavsiya beraman. Chunki qilingan ishlarni ko'rinib turibdi-da. Lekin qilishingiz shart bo'lgan ishlarda qo'ydik biz. Men shuni tarafdoriman, qolganlarni ham shunga chaqiraman. Rahmat. Rahmat, professor Fayzullayev so'rayaptilar so'zni. Demak, bilasizlar, domla siyosatshunos, fanlar doktori, professor. Marhamat. Yana bir bora assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli seminar ishtirokchilari. Men savollar bermoqchi edim, lekin bir taklif ma'nosida tadqiqotchimizga ham, ilmiy rahbarlariga ham, hurmatli Mahfuza opaga ham. Tadqiqotchimiz 12-betingizda oching edi, avtoreferatingiz. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsentlar Mahfuzaxon Murtazoyeva. Mani taklifim tavsiya xarakterida. Mana shu Tug'na Ahmadjondan keltirilgan raqam, qiyosiy raqam, e'tibor beraylik. Xorijiy oliy o'quv yurtlarida O'zbekistondan 53 ming talaba o'qiyapti. Bizni oliy o'quv yurtlarimizda 5140 ta 17-yildan buyog'iga shuncha o'sdi. Birinchidan, siz yozibsiz u yerda o'sha Sorokinning fikrini isbotlash uchun mana shu qiyosiy tahlilni keltirgansizda, lekin shu qiyosiy tahlildan kelib chiqadigan xulosani bir ilmiy rahbar bilan o'ylab ko'ringlar. Mahfuza opani ilmiy rahbar bilan bir o'ylab ko'ringlar. Mana shu ikkita qiyosiy raqamingizdan ko'pgina xulosalar chiqarish mumkin. Siz buni ilmiy tadqiqot olib borish zaruriyati, ehtiyoji bor degan xulosa beryapsizda, bu ilmiy asoslar berildi degan xulosangiz bor. Menimcha bu yetarli emas. Agar struktura nuqtai nazaridan qaraladigan bo'lsa, mavzuyingizni zaruriyatini asoslash uchun ham keltiriladigan raqam bu. Odatda biz mavzuni zaruriyatini asoslash uchun oddiy bir ta'kiddan nariga o'tmaymiz. Siz birinchi bobda xarakterli raqam keltirgansiz. Meni e'tiborimni tortgan raqam. Lekin shundan qanaqangi xulosa chiqarishimiz mumkin? Buni bir ilmiy rahbar bilan o'ylab ko'ringlar. Menimcha mana shu raqamlar bu borada tadqiqot olib borish ehtiyojini tug'diradi degan xulosa yetarli emas. Vaholanki 17-yildan to 22-yilga qadar 603 tadan 5140 taga o'sishi mamlakatimizda oliy ta'limni yangi bosqichga ko'tarilayotganligini bildiradi. Bu faqat bu borada ilmiy tadqiqot olib borish ehtiyojini tug'dirgani emas, oliy ta'limni sifat jihatdan yuqori bosqichga ko'tarilayotganini bildiradi. Ayni bir paytda bizni oliy o'quv yurtlarimizda o'sha eng rivojlangan mamlakatlardagi katta tajribaga ega bo'lgan oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim tizimidan ijobiy xulosalar olib, o'rganib, tizimimiz yangi bosqichga ko'tarilayotganini ko'rsatadi. U bekordan bekorga xorijiy oliy o'quv talabalar bizga kelmaydi-ku. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, mana shu qiyosiy tablitsani
ilmiy rahbar bilan nima maqsadda bu qiyosiy tablitsa keltirilgan va undan kelib chiqadigan bugun biz muhokama qilayotgan sizni dissertatsiyangiz mavzusiga mos xulosalarni yana bir bor o'ylab ko'rsanglar foydadan xoli emas. Buni menimcha birinchi tahrirchimiz Temurjon ham alohida ta'kidladilar, hozir Nabijon aka ham alohida ta'kidladilar. Men o'ylayman, bu faqat ishning nazariy ham metodologik asosini kuchaytirishga xizmat qiladi. Men ham seminar ishtirokchilarini ijobiy xulosalarini quvvatlayman. Men o'ylayman, hali himoyaga qadar tadqiqotchida ham, ilmiy rahbarlarda ham imkoniyat bor. Bugungi xolis, beg'araz taklif mulohazalar inobatga olinsa, himoyaga juda mazmunli, sifatli dissertatsiya taqdim qilinishi mumkin. Rahmat. Yana kimda bor mulohazali fikrlar? Bo'lmasa menda ham bor edi. Hurmatli ilmiy metodik seminar a'zolari. Birinchidan noan'anaviy mavzuda bugun muhokama qilyapmiz va pedagogik sohada, yana pedagogika fanlari bo'yicha ta'limda menejment masalasiga olib chiqilyapti. Bugungi rivojlanayotgan, yuksalayotgan O'zbekistonimizni o'tayimlarida yana bekorga bu yerda savol berilmaydi, qaysi ta'lim yo'nalishida? Mana professor Abdullayev aytdilar. Demak, bu pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish degan mavzu ketyapti. Demak, buni e'tirof etishimiz kerak. Ikkita tahrirchimiz ham juda chiroyli fikrlarni berishdi. Ayniqsa mana birinchi tahrirchimiz Temurbek Ismoilovich qiziq fikr bilan himoyaga tavsiyadan oldin yakunlab qo'ydilarki, dissertatsiya tayyor, dissertant tayyor emas. Demak, dissertant o'zini tayyorlashiga hozir imkoniyat yaratib berildi. Mana metodik seminarda ba'zi bergan savollarga javoblar tariqasida va albatta hozirgi davom etayotgan mulohazali fikrlar evaziga. Demak, xulosa chiqariladi. Ilmiy rahbarlari ham buni e'tirof etib javob berdilar, fikr berdilar. Demak, OTMlarda bo'lajak mana shu o'qituvchilarni menejerlik kasbiy mobilligini rivojlantirishni pedagogik mexanizmi ma'lum yangi texnologiyalar asosida tahlil qilingan, tadqiqotlar olib borilgan va shular asosida albatta bu borada ta'lim, tarbiyaviy ishlarni, ayniqsa mustaqil ta'limda darsdan so'nggi tadbirlarni yanada yuqori saviyaga ko'tarishga zarur ekanligi haqida jadvallar berib borilgan. Lekin mana avtoreferatda qarasak, 12, 13, 14, mana shu 15 betlarda albatta ilmiylashtirish zarurati bor. Mana ish berilgan jadvallar ochib agar qarab ko'radigan bo'lsak, jadvaldan ham oldinroq mana nimani ko'rib qolaylik, modelni o'zini mana modelimizni berilishi bir bunday qarasangiz juda chiroyli yaxshi ishlangan o'xshaydi. Lekin tashkiliy pedagogik shart-sharoitlarga urg'u berib qarab ko'rsak, albatta bu yerda berilgan 3 ta yo'nalishdan tashqari uni kengroq berish kerak. Ya'ni bo'lajak menejerlar, ya'ni kasbiy yo'nalishiga, ularda kommunikativ holatlari, kompetentlik darajalari bormi? Endi modelda kreativga urg'u berilgan. Bundan oldingi jadvalda ham kreativ holatiga urg'u berilgan. Ijtimoiy faollikchi, uni tayyorlash jarayonida, tashkiliy ishlarimizda albatta buni individual holatda uzluksiz ta'lim jarayonida kengroq fikr berilsa qulay bo'lar edi. Keyin bu berilgan mana shu modelda albatta qaranglar, mana ikkinchi rasm oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglar deb berilgan modelda. Bu konkret
mavzu bilan bog'liq narsa. Kasbiy mobilligini rivojlantirish modeli. Bu yerda hozir professor Fayzullayev aytib ketganlaridek, elektron yoki professor Temirov ham bunga fikr aytdilar. Mana qiyosiy raqam bilan elektron tizim haqida, elektron ta'lim. Chunki biz hozir elektron boshqaruv, ya'ni davlatni boshqaruv tizimiga o'tyapmiz. Buni e'tirof etishimiz shart. Lekin bu borada agar bunday qarab ko'radigan bo'lsak, albatta ularga mana shu elektron yana kasbiy mobilligini yanada takomillashtirishda, ularni anglashida biz albatta raqamli ta'lim va xalqaro hisoblash PISA ta'limini biz bunga o'tyapmiz, o'tib bo'lyapmiz hozir. Eksperimentlarimiz tugayapti O'zbekiston bo'yicha. Uni biz boshqa davlatlarga borib oqtarishimiz kerak yo'q. O'zimizda bor narsalar. Albatta olib borgan tajriba sinov ishlarida bular o'z aksini topgan bo'lishi kerak edi. Balkim buni zarurati bo'lsa-da, u zaruratdan ko'ra ehtiyoj ko'proq. Mana bergan rasm jadvallaringizda yozib qo'ygan modelingizni o'zida ham zarurat alohida, ehtiyoj alohida. Demak, buni farqi borligini modelda o'zida ko'rsatib qo'yilgan. Demak, buni pedagogik tizimda texnologik holatini kengroq yaratishga yana bir o'ylab, albatta bular bir-biri bilan o'sha ko'rsatgan bog'lanishlaringizni mutanosibligini ko'rsatib qo'yish kerak bo'ladi. Va albatta aytmoqchiman, mana dissertatsiyani mana shu bergan darajalaringiz haqida avtoreferatda 19-betida mana shu berilgan ana stol belgilari deylik, yuqori, o'rtacha, past. Bu oldinroq bergan fikrimizda buni tayinga kengroq qilib, uni demak dinamik ko'rsatgan holatingizni so'zlar bilan yozib qo'yish kerak. Bu nima berdi? Nimaga erishdik? Nima orqali erishdik? Buni o'zicha shunday qarab tushunishi qiyin bo'ladi. Sizdan keyingi o'rganadigan tadqiqotchilar, izlanuvchilar, demak fikr oxirigacha yakunlangan bo'lishi kerak demoqchiman. Xullas kalom, adabiyotlar ro'yxatingizga ham mana dissertatsiyani juda ko'p ko'rib chiqdim. Menga yuborgan ekansiz. Mana albatta ilovalaringizda men o'sha ko'rishganimizda ham bir aytgan edim, ilovani yana qo'shing deb. Bittasini qo'shibsiz. Rahmat. Yaxshi. Uchinchi mana ilovani kengaytirib beribsiz. Ya'ni kasbiy mobillikka bag'ishlangan. Ikkinchi bitta mavzuni beribsiz. Mana hammada yo'q, endi dissertatsiya ko'rganlar biladi. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning mazmun mohiyati. Endi orfografiya xatoga men urg'u bermayapman, to'lib yotibdi ichida. Lekin buni tuzatgan bo'lishingiz kerak. Telefonda ham gaplashganda bir necha bor sizga urg'u berdim. Lekin mendagi o'sha bergan ekzemplaringiz tuzatilmagan holatda turibdi. Demak, bu yerda oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagog menejerlar kasbiy. Pedagog degan so'zni biz ko'proq ishlatishimiz kerak, chunki bu yerda albatta 13.007 ta'limda menejment. Demak, pedagogika fanlari bo'yicha ketyapti. Biz pedagogika fanlari orqali uni psixologik moyillashtirdik, ijtimoiy fanlar bilan moslashtirdik. Demak, o'rganib buni mana shu narsalarga qo'shib qo'yishimiz kerak. Ikkinchi bergan mavzuyingiz bo'yicha, masalan, o'sha ilovalarda bo'lajak menejerlar yana shunday ketyapti. Kasbiy mobilligini rivojlantirish amaliy va nazariy tahlillari. Bo'lajak o'qituvchi, pedagog, demak, pedagog menejerlar qo'shish kerak. Demak, bu yerda Sarokinda mana men bekorga savol bermadim. Qaysi olimlarning ishlaridan mana Amirovani beribsiz. Bu yerda konkret ko'rsatish mumkin. Mana O'zbekistonda mustaqil bo'lganiga 30 yildan oshdi. Mana endi 31 yil biz konstitutsiyani nishonlayapmiz. Yaqin kunlarda mana o'sha boshlandi tadbirlar. Mana shulardan konkret boshiga olib chiqib qo'yib qo'yishimiz kerak bu yerda. Qarang. Yo'q. Karmilyova, Karmileyevna familiyasi ham yo'q.
ismi ham M Karmeleyeva. Nima u? Отчество bilan gapiradigan bo'lib qoldikmi biz ilmiy dissertatsiyada? Avtoreferatda? Professor palonchi, masalan, dotsent Egamberdiyeva, demak konkret yozib qo'yishimiz kerak. Qani Poddubuskayning bo'pti, rus pedagoglar, qani o'zbek pedagog omillarini chiqargan darsliklar bor, o'quv qo'llanmalar bor. Ular hozir haligi o'shanga yarasha o'zini sertifikatini oldi. Sertifikat oldi-ku olimlarimiz bizda qanchasi. Hozir Yustitsiya vazirligi, mana professor Fayzullayev biladilar, Yustitsiya vazirligi beryapti u sertifikatlarni. Men aytmoqchiman, mana yaqin kunda bu yangi xursandchilik xabar hamma uchun daxli bor. Yelena Vitalyevna bilasizlar, mana doktorantim, u kishi bilan biz rus klassik adabiyotlarida internasionalizm g'oyasida tarbiyalash pedagogik tizimi bo'yicha elektron darslik chiqdik. Bizga Ministerstvo yustitsiyadan 20-noyabr kuni registratsiya qilingan sertifikat keldi. Ammo nima shunaqa narsalarni yozish kerak olimlarning nimalarini, familiyalari bilan. Shuning uchun dissertatsiya ilmiy salohiyatini ko'tarish tahrirga muhtoj. Avtoreferat ham xuddi shunday muhtoj. Bularni albatta inobatga olib ko'rib chiqasiz va ikki tahrirchini bergan fikrlarini inobatga olib, mavzuni dorsarfligini e'tirof etgan holda himoyaga tavsiya etishimiz mumkin. Endi qarshiliklar bo'lmasa, biz fikrlarimizni mana yakunlayapmiz. Qani tadqiqotchimiz berilgan bormi fikrlar? Marhamat. Assalomu alaykum seminar qatnashchilari. Men mana shu professor Fazlillayev domlaning takliflariga asoslanib aytmoqchimanki, shu mana shu bizni hozirgi yo'nalishimiz ta'limda menejment bo'lgani uchun mana shu birinchi jadvalni domla juda to'g'ri taklif qildilar. Mana bu yerda mana 2016-yilda 603 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 21-22 o'quv yilida 5140 ta bo'libdi. Demak, bu ma'lumotlar asosida biz ta'lim tizimini shu 30-yilgacha prognoz qilish mumkin imkoniyat paydo bo'ladi. Shuning uchun bu metodni dissertatsiyaga ham kiritish mumkin, juda og'ir ish emas. O'rta maktab hajmidagi bilim bilan demak mana shu prognoz qilish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun men taklif qilmoqchimanki, shu ilmiy yangiligini ichiga ham shu 30-yilga ta'lim dasturi bor, o'shanga mos yangilik qilib kiritsa bo'ladi demoqchiman. Bunga bemalol qilsa bo'ladi, uni baholasa bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Bu mana shu mustaqillik davrida ish olib borgan olimlarning familiyalari berilgan mana avtoreferatda. O'shanga urg'u berib, men bekorga savol bermadim. Qaysi adabiyoti, ilmiy mahsulotini o'rgandingiz deb chiqargan darslikmi, o'quv qo'llanmami yoki yangi himoyadan o'tgan dissertatsiyami, avtoreferatmi? Biz mana shularga urg'u berishimiz kerak. Ilmiy seminar a'zolari. Ana shundagina biz bugungi yuksalish davrida ketayotgan O'zbekistonda ko'rsata olish, ya'ni ilm fanga qo'shayotgan hissamizda uni bir adolatli qilib dalillab bera olishimiz mumkin bo'ladi. Takliflarda hammasini e'tirof etamiz. Marhamat, munosabat bildiring. Hurmatli ustozlar, hurmatli rais, hurmatli ilmiy seminar kengashi a'zolari, bugungi tadqiqot ishimiz mavzusi barchaga qiziq bo'lgandan hozir men xursand bo'lib turibman. Sababi bu yerda ko'rsatilgan ustozlar tomonidan berilgan munozarali mulohazalarni nazariy va metodologik salohiyatni kuchaytiradi albatta va bu ko'rsatilgan kamchiliklarni himoyaga qadar ilmiy rahbarim bilan birgalikda kelishilgan holatda bartaraf etamiz va hozir ko'rsatilgan barcha tavsiyalarni biz sizlar aytgandek menga dars bo'ldi. Bu darslarni qo'llaydigan bo'lsam, demak, bundan da chiroyli dissertatsiya ishini yoqlayman degan umiddaman. Ustozlar, rahmat katta. Mana hozir endi jonlanib, ancha tetiklashib qoldingiz. Chunki men ko'p narsani oldimda, hozir yozib shuning uchun mana shu ishlar qilishim kerak ekanda, menda shunaqa g'oyalar qanday yaxshi. Maza qildim, misol uchun. Sizni o'rgatdik-da ancha. Mavzu sizniki, ancha o'rgangansiz. Lekin himoyaga tayyorlash jarayon
Mana shu bizni Namangan davlat universiteti ilmiy kengashi qoshidagi ilmiy seminarni vazifasi. albatta. Biz qancha sizni yaxshi tayyorlab olib chiqa olsak, ilmiy Albatta. kengashda himoyaga siz Menim- tayyor bo'lasiz. Keyin tahlilchilarimiz aytgandek, dissertatsiya ham tayyor, dissertant ham tayyor bo'ladi. Albatta. Salomat O'ylaymanki, bo'ling. eng yaxshi dissertatsiya bo'ladi degan umiddaman. Rahmat hammaniga, sog' bo'linglar. Ovozlar ham tetiklashib qoldi. Juda yaxshi. Rahmat. Biz demak psixologik ta'sirimizni o'tkaza oldik. Endi hozir pedagogik holatimizni yaxshilab davom ettiramiz. Demak, kun tartibimizda muhokama qilinayotgan mavzuyimiz bo'yicha xulosani qabul qilishimiz kerak. Kimda qanday takliflar bor? Asos deb qabul qilinsin deb. Marhamat, munosabat bildiramiz. Zoomdagilar ham. Rahmat. Qo'shimchalar, takliflar yetarli. Endi qaror qismiga o'tamiz. Demak, ilmiy yig'ilish qaror qiladidan o'qib ketyapman. Birinchi diqqat bilan eshitamiz, chunki yetakchi tashkilot, opponentlar haqida fikrlaringizga biz muhtojmiz. Birinchi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PG ilmiy darajasini olish uchun talabgor Nizom va Muyassarxon tomonidan yozilgan dissertatsiya 13.00.07 ta'limda menejment ixtisosligiga muvofiq deb topilsin. O'qib ketaveraymi? Umumiy qilamizmi yo bitta-bittami? Umumiy. Ikkinchi, dissertatsiya yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PG ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan talablarga javob beradi deb hisoblansin. Uchinchisi, tadqiqotchi Nizom va Muyassarxon tomonidan yozilgan dissertatsiya oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak menejerlar kasbiy mobilligini rivojlantirishning qo'yamiz. Pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi 13.00.07 ta'limda menejment ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PG ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya yuzasidan Namangan davlat universiteti huzuridagi falsafa doktori ilmiy darajasini beruvchi PG 0304-00-20-20 raqamli ilmiy kengashga himoyaga tavsiya etish hamda yetakchi tashkilot sifatida hozir yetakchigacha bitta taklif tushdi. Husniddin Akramov taklif berdilar. Hozir shuni mulohazalik bir kelishib olsak, qovus ichida nima dedingiz? Pedagogik ichida javoblar borki o'sha bo'yicha. Menimcha haligi aytgan so'zlar bilan qoldirsak aniq bo'ladi. Biz modelga ham kiritdik o'zgartirish hozir boshqalarga. Menimcha shu bilan sizni taklifingizni e'tirof etdik-ku cheklansak. Qarshilik yo'qmi? Rahmat. Davom etamiz. Ovozga qo'ymadim chunki bu taklif. Keyin yetakchi tashkilotga yetib bordik. Qo'qon davlat pedagogika instituti opponentlar pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Hakimova Dildoraxon. Ikkinchisi Qo'qon davlat pedagogika instituti ham yetakchi ham nima ola olmaymiz. Shuncha ahamiyat beringlar. Kafedra mudiri yo yetakchini almashtirishimiz kerak yo opponentni. Va ushbu qaror loyihasini demak mana ochiq ovozga qo'yish kerak. Qo'yapman, mulohazalarda aytyapmiz. Yetakchi tashkilot demak bular haligi menejment kafedrasi mudiri bo'lgani uchun mutaxassis opponentlikda qoldiraylik, yetakchi tashkilot qaytib olamiz. Marhamat, taklif. Hop. Nimani? Mikrofoningizni ayting. Ular eshitishsin.
Ha. Opponentlarni bittasi sovet a'zosi bo'lishi kerak emasmidi? Ikkovi ham chetdan bo'lib qolyapti. Ana opponentlardan qo'shimdan tashqari. Yana. Fikr, marhamat, kengash rais muavvinlari mana seminar a'zosi. Andijonga yetakchi tashkilot qilib berilsa, Qoldirsak. Andijonda yetakchi tashkilot. Andijonda. Andijonda, Qo'qonni o'rniga. Qarshiliklar yo'qmi? Rahmat. Demak, Usta Andijon davlat universiteti. Andijon davlat pedagogika universiteti. Chunki u yerda ikkita oligon. universitet. Pedagogika instituti. Yo'q. Andijon davlat universiteti. Andijon davlat universiteti faqat. Ha. Ha. Institut emas demak. Andijon davlat universiteti. Taklif qabul qilinyaptimi? Endi Hakimovani o'rniga kimdir a'zodan bo'lishi kerak ekan. O'shani aytyapman-da, bu yerda hozir tashqaridan agar Qo'qondan bersak, ilmiy kengash a'zolaridan bekorga man ilmiy kengash rais muavvinlari ishtirok etyapti seminarda demadim. Abdullayeva, Nasibaxon. Kursini tashqaridan bera olmaymiz. Marhamat. Menejmentga 07 ga. Doktor. Temurbekni o'zlari ular ilmiy kotib bo'lgani uchun qiyin. Nabijon ekan. Professor Timirov. U kishi kengash a'zosimi bizda? Seminar a'zosi. Demak, seminar a'zosi sifatida Hakimovaning o'rniga Timirovni beryapmiz. Yo'q, bitta seminar a'zosi bitta nimadan chiqadi-da? Ilmiy kengashdan. Ilmiy kengashdan kim endi? 07 ga. Nishonovning ishlari 01. Kim bor? Ha. Yaxshi. Sizni ishingiz yaqinroq. Hozir 07 ga. Nima qildik? Ovozga qo'yamiz. To'g'ri keladimi? Yana kim bor? Mana ham bir qarab chiqayman. Bu yerda 07 ga loyiq. Nasibaxonni o'zi ham 07 ga loyiq endi. Bu yetakchi o'lindi. Kengash rais muavini o'zimizda mumkin emas, tashqarida mumkin. Talablar bo'yicha. Ruxsat bersa bo'laveradi. Yo'q, endi vaqt ruxsat bersa bo'ladi, unga so'rash kerak-da uni. Bo'lmasa Natrullayev. Nozimjon o'zi. Rozimisiz o'zingiz? Qayerga bu? Bo'ldi. Yozdik. Tak, ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, ochiq ovoz bilan biz muhokama qildik. Yetakchi tashkilotimiz ham opponentlari ham o'zgardi. Haqiqatda ilmiy seminar o'zini vazifasini ado etdi. Kun tartibiga qo'yilgan masalamiz yakuniga yetdi. Qarshiliklar bo'lmasa 10 minut tanaffus, so'ng ikkinchi seminarda boshlaymiz. Ya'ni ikkinchi muhokamani. 10 minut tanaffus. Tak, ilmiy kotib yoqqa keling, mana oldimga. Rahmat.